Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Hammalar xush keldilar. Aleyküm selam. Aleyküm assalam. Abdurahmonjon, sizningki nima yo'q? Sizningki kamera yo'qtirdi. Tabii yoktur da. Siz kamerani aytib qo'ygandek turdi. Yapıyente. Mabya almıştırsam. Ha, tamam. Kameranın sırtını bastırı, onun için göznekler içildi. Bulmasa şu resimleri qarab otururuz yani şu. Kamera merak ettik o. Ezilmedi. Aziz qarindoshlar, hammaga salomat keldinglar bir qatam. Bugungi programmamizda biz yangilik qanday paydo bo'ladi, ular qanday qildi deb ism qo'ydim buningga. Chunki qarindoshlar bu vaqtda bir tushunchaga ega bo'lsin, bugun qadar besib o'tgan yo'llarda duch kelgan qismatlar bilan tanishib chiqsin degan bir maqsad muddaoda va ilm ahllarining ko'zi bilan bu ishning mohiyatli taraflari bilan biroz tanishib chiqish planlandi. Abdurahmonjon, kameralar yana ishlamadi sizniki. Hech pasdan qilmaydi. Dedarlarni ko'rib o'tirilmaydi. Bugungi programmani asosan 3 qarindishimizningki bu Uyg'urlarning da'vo ishlarida bir uzun mezgillik bir turg'unlik holatida tashanmay turgan tashkilotlar o'zining xizmatlaridan yetish bo'lmayotgan shaxslar o'zining ichidagi paydo bo'lgan tugunlarni yechishni, qandoq yechishni, masalani qandoq boshlashni, nima qilishni bilmayotgan yoki qaror qilmayotgan shunday bir vaziyat ostida Uyg'urlar orasida orqa-orqadan 3 qarindishimiz chiqib, o'ziga xos bir yo'l bilan bir yangilik yaratdi. Bo'ldi. Kamerani. Yangilik yaratdi. Ular ekranda ko'rayotganimizdek Abdurahmon Hasan, Qalmurat va Abdurim G'ani qarindoshlarimiz. O'ng taraf tepedagi doktor Mahmudmin A'la efendim bugun suhbatimizga ishtirok qildi. Chunki bu har qanday bir harakatning ilmiy tarafdan kuzatilishi avomning tushunchasiga bir to'g'ri iddia berdi. Uning uchun ilm ahllarininki bu vaqtdagi ko'z qarashlarini o'rtoqlashishni niyat bilan ekran kelgan bo'ldik. Bir o'zgarish bo'ldi, nima ish bo'ldi? Abdurahmonjon, sizlar bizni bayaqinki ulamidan kirmalar. Hozir bir olsam eshitilmayapti kamera mana bir siz chiqdi. Ben qayta açtım mana. Yana başka bir işlatı o. Ben evetken ulanma kılam inkas berip emeylanışına aslan buldu dese. Kayıt açamdı kamsiya kayıt edecekti. Ben öçüre emeylandı öçüdü bu. Kameramız. Emri cayımıza keldik. Hoş, Allah'a şükürler olsun.
Endi men mu artık hareket qilmayroq programmani işte qilib oldi. Hoş qarindoshlar, yana tekrar hoş geldinglar. Allah razı olsun cümlelerninki himmetinden. Qarindoshlarimizni biraz saqiltib qo'ydik. Men bu yerdan biraz ushaq o'tan qilg'ashtirdim o'choqqa. So'batning o'zi kelsak, bu yerdan biraz qistirib o'tib ketganimizdek Uyg'ur xalqininki oxirgi kunlarda da'vo ishlarida yangilik yaratgan 3 qarindoshimiz ekranimizda turibdi. Aldıdan Abdurrahmancan kardeşimizden biraz anlaylı. Programından başlaştığın ilgili hem de bütün kardeşler hazır kadar ve anladı, köyde, köyme kalan kardeşlerimiz için bir mükemmel bir düşünce olsun ya ki esletme olsun şeklinde. Biz bu üç kardeşimizden aldı bilen özününki hareketini kandak başlap bugün güne kadar qaysi qadamlardan bugunga ulaşganlığa kadar qısqacha bir tushundirish berib o'tib ketgan bo'lsa, andan keyin tafsilotga kirgan bo'lsak. Qani Abdurahmonjon siz boshlasak qarindishim. Xo'sh. Assalomu alaykum barliq ekran oldi qarindoshlarga. Alaykum assalom. Salam. Meningki bu anlab birlikte misal şu maqbul bakkan hemşerimiz davamlı şu psikolojik Şirayın takip çıkan çok var. Bu davamlı kuşurda ma'lumot bo'lib anglab turgandik. Men shu anamni ma'murlar nimsida katta qo'shlarni vaqtida Ovozlari uzilib qoladi ya birad qirincham. To'g'rimi xil joyda nima bo'lganda? Endi yaxshi. Unda yaqinroq turaman. Endi-chi? Endi sizlar. Boshdan kepaslar ranjimay. Men anlayamadim herhalde. Bo'ldi. Xo'sh. Men buning chiqishimnikimda shu meni bu ishtirib chiqargan sabab Xitoyningki zulmi. İnsan bilmaydigan darajadan tashqari zulm, onamga bo'lgan haqorat, ayolimga bo'lgan haqorat bo'ldi. Bular onamni ma'nolikni tushungan vaqtimda tarbiyalashda deb men oddiy tushungan. Men bu daraja unda ig'ir zulm yo'q, bir kunda tamoqni berib aqchon. Yo'q, ma'murlar yotqib degandikan, men tam imon kuchga qo'shib debdim-a. Resmi bir jerma olgan chiqdi qo'limga, onu saqlab bir oy turdim. 1-oyning 14 kelganda shu kampga mas'ul bo'lgan rayonninki. O qarindoshimizning bergan nimsida onamninki ketayotgan yerdan kuniga bir ikki chiqdiganligi o'lib. Yoki hech bo'lmasa hafta ikki chiqdiganligi. Lekin onamninki o'ldan 15-20 yosh cho'ng turib, onamning hayot saqlab chidab turayotganligi. Buni oldim, onamga dori oldim, sizdan sirtdan tozaliqqa bilan ba'zi kiyim almashib qo'ydimda. Onamninki ochiq qilib bir kun jazo o'tirib bo'laman, 15 soat jazoda qilganini anglagandan keyin chidab bo'lamadim unda. Bo'lmadi, ishxonadan keyin o'tirib ketmay, azroq keyingidan ishlayapsizlar. Nimalarcha kameralarni biroz keyindan ishlayapsizlar. Bo'ldi. Onlar bu adam çıdıksız bu azap onun beni bir vicdan ilgisi, bir iman ilgisi ona çıdıp duramadım. Tevekkül kılıp çıktım bunda. Bunda anamını bunda ağır adam götürmeyen cezalıkçı. Hem ayalım adetli kampta hem de kuşluş gelsepler tötay işkanda jinaz verme yayılgan az bir de tazlık kağızı ya su diyen kişiğin açı birdikin tazlık daire çıkan nasi yok bir yerde. Tuğalığın Allah'a atdım da anamninkinden de biraz yengillerek hem de normal tamık varıp ağlap onu aldık gibi. Tevekkül içki ağlandaki çidap bulamadım. Çünkü tevekkül ya ölüm ya körüm de çıktım. Bu sahne pemlep
ya Xitoy bundan sen o'ttirib o'tmaydigan emas. U azobdan ko'ra etib o'tgan bo'lsam, men bir da'vodim to'xtayman dedim, keyin istiqlol suhbatlarda. Ba'zi qarindoshlar buni qabul qilmay qoldi. Shunday gap qildim, to'xtayman degan gaplar bo'ldi. Demak, men tavakkul qilib chiqdim. Chunki bu sene chiqishimdagi muhim shu omil tavakkul. Xitoyning eng og'ir odam ko'tarolmagan zulmninki oldiga ittirib chiqargan bir odam deb qarasam bo'ladi. Allah razı olsun. Endi Uyghur tarixida hozir qadar ota-onasini qadrlash, ota-onani ulug'lash, uning uchun barlig'ini berish, hatto o'zimizningki eng amroq yoki yaxshi ko'rgan ayollarimizni ota-onamizga yaxshi muomala qilmaganlik sababi bilan ayiblash bizga bir an'ana. Ularning haqqini har qanday narsalardan ustun ko'radigan. Shunday bir avval ostida sizlarning o'tirg'i chiqib, ularga bunda bir hayotdan o'lim yaxshi degan shakldagi urinishları Uyg'ur tarixida ko'rilib boqmagan bir shaklda ifodalandi. Bununla yeni biraz Mehmet'in Ala Efendim'ninki bu vaxtki göz karşısını bir ortaklaşsak ilerak. Hazır kardeşimiz Abdurrahim'den anlaydı. Abdurrahim biradırımız bir dep baksam degan kadar qanday olab bu ishga tutish qilib degan keldi. Qanday başladı? Xo'sh. Assalomu alaykum ekranli qarindoshlar. Bu Ahmetcan'ın hazır sorgan sağlığıma ilgili söhbətin azıraq tushunch bergan, yana azıraq qıstirmığa o'xshaydi bu. Men şu 2017 yilda Gollandiyada 100 kichik namoyish qildi-da, yosh bolalar, tashkilotlar birlashib, shu mezgilda namoyishga berib, men ashar bir Falastinlikniki, hozir Falastinlikda biletdim, o'tgan bilan o'zgardi, Falastinlik emasga, o Falastinning haqqon davosini qo'llab, 3 yilning yoqi namoyish qilayotgan Gollandiyalik inson shunasganda bu, men uni oldimda Falastinlik o'xshaydi. Buniki qarasam, yolg'iz namoyish qildiribdi-ki, bu adam o'lishib shundalik bizga qaraganda bu haqni diqqatini bektat qildiribdi-da, biz 100 adam namoyish qilgan bilan bu bir odamning namoyishi bizga kelgan odamdir, bakrak haqni diqqat qildiribdi-ki, buningda menga bir xil fikr kelib qoldi-da, buni yolg'iz namoyish qilsin bo'ldi ekan, bir odam o'zining ovozini anglasın bu o'xshaydi degan tushuncha kelganda, shuni ashning yo'lini ham tayyorlik qilayotgan. Mush yilniki 5ida chet elniki ma'lum bir yer o'qiyotgan bizniki bir 3-4 balliq bir qarindoshimiz telefon qilib qoldi menga. Bir yer o'qiydiganda o 2016-yilda 3-4 panga beribdi. 3-4 panga berib, men hamda kichigimizda tunishatdik-da uning bilan. O berib panda deydi. Bir ikki haftadek tudim deydi. Tırpanın ko'chasida ko'p kunda soat 1da chiqsak, o'tgan bir 50 odam tap qilinmaydi deydi ko'chada hamda. Normalde adamcık ya. Adamcık ya normalde hamda bozorning ichida hamda nayniki bo'lganda ekan, o'zimiz nayning o'zida ham. Ana buni qarab faqat adam yo'q, shunda olib haqdan so'rasak, cho'chak 3 panga aşı 50 ming odam tutishimiz tushibdigan yuqori degan gap angladim dedi-da, hamda bu deb birishcha. 50 ming odam buyruqni anglagan to'q adamlim yo'q. Aşı ko'chaga ketayotgan, yog'ilib qatayotgan, hijob nim qilgan, zada shu keyingilarda yog'ilib qatayotganning hammasini qariq yo'q tutayotgan nimalarga shohid bo'ldim dedi-da, hamda o ko'chaga ketayotgan odam qariq yo'q akirib tutdi degandikan, darhol hamda mening bu akıllarına, ayarları ya başkalar köz aldım keldi de şu qatarda bamudo deb. Ana bu Xitoy qo'ygan g'azbim teqidim ochdi. Ana buni yana bir deb bergan gapi, u yer doktorxonaliklar bilan paranglashganda doktorxonaliklarning degan gaplari bek ta'sir qildi-da. Nurg'un doktor ayollar, doktorni istifar etganlar ekanda, shu loyiqsizlikni chidamay hamda. Ay turmalarda shu nima ekirgan qizvallarniki, ularning hamda nimasi netsash buydu qilib, ashna bo'lib ketgan ishlarni deb berdi. Bu qadar ekan o'y kirib ichim serilib turamay oxiri yenib chiqib ketdi. Bu ham deb berganda tiqdimmi ichim zodi shu Xitoy g'azbini haddan ziyod o'rildi. Qayda qilsa ular bu ishlarnikini deb. Ana o'ydiklar hech qanday aloqa binasini bo'lmasligi tiqdimmi bu g'azbimni taxim oshiribdi. Qayda qilsa ular deb to'g'ri ashqasida masalan jazolarga vaqt bilmaydik-da hamda tarbiyalashimiz bor ekan deb uni bilmaydik. Keyinchalik qarmaydin jazolarga qo'yilib bergandan keyin
Qozog'istonga chiqib jazolarning butun aptibashni ichayotgan Umar Beglar yana bir nima bilan bordi. Bular nurg'un narsa oshkorlaganning yog'i Abdurahmon Asalli chiqdi. Uning yana Xolmuratlar chiqdi. Bu chiqqandan keyin bulardan menga ilhom keldi. Bir yolg'iz bir odamning o'zining ovozini bir qadam bir ovoz shaklida anglata oladi ekan bu narsanikini deb undaq qilib qolsin. Menmo namoyishimni mushkil shaklda boshlasam bo'lgudek deb Abdurahmon Asallidan Xolmuratlar telefonda aloqa qilib bularniki namoyish mustaqillikka yolg'iz shaklda faoliyat berishniki duch kelgan qiyinchiliklarni qanday hal qilganligi buni qanday ib chiqqanligi bu jasoratning nerdan kelganligini bular fikr o'rtoqlashib bularning tajribalarini nima qilib bo'lgandan keyin o'zi menda kuzatib narish boshlasam bo'lar deb oxiri Gollandiya parlament binosining oldida o'sha yerda yolg'iz kishilik namoyishni boshlab hozirgacha davomlashtirib kelyapman. Allah razı olsun. Xolmurat qilishimizdan bir anlatib, andan keyin tafsilotga biroz tushsak. Assalomu alaykum qarindoshlar. Assalom. Bugun bunda bir fursatni bizga ato qilgan Fidoya apandimga rahmat va bu yerda birga o'tirgan barliq qarindoshlarga rahmat. Men dastlab boshlagan vaqtimda undajib o'ylab ketmagan. Faqat ota-onamni meni tutib oldi, ota-onamni. Demak, meni ota-onam bundoq tutib oladi. Ve ularning bir farzand bo'lish butun bilan ularning izlariga qildim. Dastlabda opam tutib olgan vaqtda izlariga qildim. Qisam otam dedi, hamda o'qishga kirib ketdi. Bir mezgildan keyin qo'yib dedi. Shuning bilan bir mezgildan keyin qo'yib deb o'yladim. Undan burun opam doktorxonaga ketib chiqqan edi. Shuning bilan opam bir ish bo'lib qolmaganda deb men ansirab u yerga bilan aloqa qilishib opamning haqiqatan saq ekanligidan mana shundoq bir o'qishga ketganligini bildim. Keyin asta uning nima ekanligini o'rganishga boshladim. O'rganib bu halqi qayta tarbiyalash lageri degan narsaga oid nurg'un uchurlarni yig'ishga boshladim. Yig'ib bu yerning qanday yashash ekanligini asta tushunishga boshladim-da. Tushungandan keyin shu opamlarningki mahallasiga mas'ul xodimlar bilan davlat ma'murlari bilan hatto shu yerdagi halqi Paytuzona Uyg'urchada soqchixona demdi. Soqchixonadagi opamlarniki rayonga mas'ul xodimlar bilan gapirishib qolgandan keyin bulardan hech qanday bir uchurni olamdi. Bag'an siralqi uchurni siz bilmagandan keyin bak andishi ko'p bo'lar ekan. Men shu chog'da otamga desam, otam siz bak surishtiryapsiz, bolam bundoq surishtirib qilsangiz bizga yaxshi emas. Degandek ma'noda gap qildi. Men onangizning yolg'iz o'g'li. Mening oxirgi umidim onangizni debni qilib bo'lgandan keyin mayli nima bo'lsa, onangizning salomatligi unda bek yaxshi emas dedi. Bo'pti deb turdim, bo'pti deb bo'lgandan keyin bular o'tgandan bir so'zlab o'tgan edim. Bu ishlar mencha qayta so'zlashimning uzoq so'zlashimning qisqartirib desak demakchi-da, hamdalaqa ekranni ko'rayotgan qarindoshlar kimlardan nima qanday kelgan degan narsaga bir kichikgina bir nima bo'lsin demakchi. To'g'ri, rahmat. Ya'ni sizlarmi shu o'zi ota-onaningki shu hozir biz so'z deyimiz bo'linayotgan bugungi Uyg'urlarning beshiga deb bo'lgan bu jazo lageri deyilayotgan o'lim lageriga kirib ketganligi, kirib qolganligidan xabardor bo'lgandan keyingi urinish oldimi sizlarga? Men shundan keyin otamni kirib ketgandan keyin yana hech qanday boshqa yerlardan uchur olamdi. Uchur olmagandan keyin ularning kirib ketganligini jazmlashtirgandan keyin harakat qilishga boshladim. Qarasam qonuniy jihatdan bir yerlarni surishtirib bunday faoliyatni olib berish bilan birga buning bir xalq harakatiga aylansa tag'im yaxshi bo'lganligini. Bizdan bir o'ylagandan keyin men yolg'iz emas Uyg'urlardan nurg'un boshqa odamlar bor. Chunki qozoq qarindoshlarning qon harakatlari menga jiq ta'sir qildi. Shu chog'larda qozoq qarindoshlardan ota-onasi haqida guvohlik berayotgan, o'zining so'ygan ayoli yo'ldosh haqida guvohlik berayotganlar shunday chiqdi. Shuning bilan Tulg'ut maktabda bizga do'p kiysanglar bo'lmaydi deganni chog'da biz hammamiz bolalar deyishmay yo'qi mandaq tashkillanmay turib chechimizni tushirayotgan bir ish bor. Buning aloqa tafsilotiga kirmay, men shu chog'dagi holatga mandaq holatlarga qarshi chiqib boshlagan edim. Bugun qadar mama yo'llalar, men keldim deb ham o'tsak, qolganiga kelsak. Men shunday holatda o'zim bilgan oddiy usul bo'yicha qarshi
qildim. Shuning bilan buning ta'siri bara odamlar jiqlashib boshladi. Atrofimdagi masalan mening finlandiyalik do'st birodarlarim bu ahvoli qiziqishga boshladi. Qiziqqandan keyin ularga kelib ko'pning aqli ko'pcha degan bo'yicha ularning aql ko'rsatish bo'yicha shu hozirgacha keldi. Rahmat. Allah razı olsun. Mevlüt Ali efendim hem de sizler bir felsefe felleri doktoru, Uygurların psikikisi qatarlıq sahalarda jiq izdengen, Uygurlar psikiklik uruşta degan kitap bilan nurg'un qarindoshlarningki ko'ngillarida yeshilmagan nurg'un sirlarga javob beriblar. Bu üç qarindoshimizningki elib borgan harakatlari sizlarda qandaq bir narsalarni, qandaq bir o'y, xiyollarga jalb qildigan bir narsalar shakllandi sizlarda. Sizlarning ko'zlaringizda nima ko'rindi? Ko'p rahmat Ahmed inim, yana bir qitim bizni mushu sorunda ko'rarmanlar bilan darqamda qilganligingiz uchun sizga ko'p rahmat aytaman. Ikkinchisi, mening oldimdagi hozir 100 tura ko'pinglar bilan tunji qitim bugun mushada o'ltirib darqamda suhbat bo'lganligimiz uchun sizlarga rahmat. Oldi bilan 3 qahramon yigitlarimizga mendan va mening oilamdan oliy ehtirom. Allah razı olsun. Sizlar bir agar mushu Uyg'urlarningki o'lim lageri to'g'risidagi qarshi harakatlar to'g'risida bir kitob yozilib qolsa, albatta bu kitobningki dastlabki betlardan o'rin oladigan, ismonlar shu yerda zikr qilinadigan bizningki yosh qahramonlarimiz. Sizlar Uyg'urlarningki beshiga eng qora kun kelgan vaqtida qarshilik ko'rsatishninki o'zgacha bir usulni yaratdinglar. Endi meningki uchinglarningki qarshiligidagi bir o'rtoqlikni aytishdan ilgari uchinglarning qarshiligidagi bir men kuzatgan alayidlikni bir so'zlab o'tay. Abdurahmon inimdan ko'rganim meningki tavakkulchilik qilish. O'zimga deydi abay. G'oyat zo'r bir tavakkul. Chunki Abdurahmon inimizdan chiqqan vaqtida tek boshqalar chiqmagan o'tirga. U vaqtda bundaq bir yo'lningki bo'lishi va qanday bo'lish to'g'risida nurg'ulg'an dargumanda bo'lgan. Hamda Abdurahmon inimizningki masalan psixik ayni vaqtdagi psixik holatlarini analiz qilsak, qisqacha o'zimga deb o'tib ketdi. Onasi bilan ayoliningki beshiga kelgan xo'rliqligiga chidamagan. Ya'ni bu xo'rliq albatta Abdurahmon inimizning oilasiga kelayotgan xo'rliq emasdi bu. Milyonlagan Uyg'urlarniki, ya'ni bir butun millat bo'lishimizdan hammamizning beshiga kelayotgan bir o'rtaq bir xo'rliqdir. Unda bo'lsa, nemishqa hammamiz sukut qilayotgan, hammamiz bir yo'l topolmayotgan, hammamiz nemish qilishni bilmayotgan vaqtning o'zida bu inimiz tavakkul qildi. Nimaga tavakkul qildi? Qanday tavakkul qildi? Bir musulmon bo'lasi sifati bilan Abdurahmon inimizning tavakkul qilgani Allah. Allohga tavakkul qilish. Allohga tavakkul qilish degan nima degan gap? Allohga tavakkul qilish deganimiz Allohga butun umidini Allohdan kutish deganni bildirdi. Bu meningcha bir e'tiqoddan kelib chiqqan, ham o'ziningki vijdoni tarafidan yetaklangan bir xil tavakkulchilik qilish bu. O'zim abay deb o'tib ketdi, ixcham qilib, yaxshi qilib o'tib ketdi. Ya'ni mening ko'zimga ishtimki, men hali bu ishni pamlab, men buni naql qilyapman, pamlab kirmadim dedi. Yoki pamlab degan nima degan gap? Pamlab degan gap biz nurg'un ishni qilgan vaqtda xuddi mas savdogarlarda qilamiz-ku. Men bu ishni qilib qolsam, buning foydasi qancha bo'lar, ziyni qancha bo'lar deb. Bu tavakkul qilishda foyda ziyonni o'ylash bo'lmaydi. Hamma narsani o'tirib aytib chiqamiz, ziyon tasaqmi, vaysab ketmaymiz, foyda olsaqmi, ko'ranglab ketmaymiz. Bu jonni alqonga ilish, men Uyg'urcha zag'irtlar jonni alqonga ilib, ya o'lim, yana buni naqlim, ya o'lim, ya ko'rim deb o'tirib chiqish. Oxirga inish yo'q bu yerda. Oldimizda kutib olgan o'lim bo'lsin mangimiz, bir nijodiyat bo'lsin mangimiz, mana bu xil shakl. Shuni yig'inchoq qilsam, bu yerda tavakkul qilish. G'ururi dafsanda bo'lgan vaqtda g'ururni oqlash uchun Allohga tavakkul qilish yo'li deb tushunamiz. Hamda Abdurahim G'ini inimizniki kelayli. Bu yerdan bir g'ururningki dafsanda bo'lishiga, oilasilarningki chirikligiga, ularningki baxt saodatiga bo'lgan intayin cho'nqir bir ansirashdan kelib chiqqan bir mas'uliyat tuyg'usining yetaklangan bir qarshilik bor bu yerda. Ammo bu Abdurahim G'ini inimizningki o'zgachilik nima degan vaqtda birisi mening ko'rganim
ve menimki bu ilimizden torlarda çıkarıp kıygan türlük teşvikatlarını bir nesli iskidim. Adedin ziyade inçkilikle izlendiken bu ilimiz. Bu işe intayin ilmi muamele kılıdiken. Menin hayran kağayırım. Hatta ki bir malum bir kıl mesela şu nimeninki mesela öz ipravatan palet işiltilen her bir resimninki şekli ve mezmununa kadar başkalardan mesele sorup durup en az çıkım bilen en yukarı önümde. Çünkü bu bir adam kılıvatkan hareket bu. Bu bir adam kılıvatkan harekette bu Abdurrahim inimizin oylavatkanı kanda kıyga vakti men avazımda tekidimi köp adamlar yetkiş arkalık menin bu beşim kılıvatkan emez. Belki men kebi milyonlagan Uygurlarının beşik kılıvatkan bu azap okubetini, bu gururumuzdan depsende duruşunu düşündüreleymeyen digen kelgen. Özü bir tatkikat hadim bola sütümüzden bu inimizdeki izlenişi, yenilik yaratışı ve bel koyup etmesliki bu ilimizden epbagan faaliyetlerinki asas karakterlik alaylıklarıdır. Ve meninki bu ilimizdeki epbagan faaliyetlerine boğan çoğunkur hürmetimini kozulgan bir tarifi. Hem de Halmurat ilimizdeki kelsek, Halmurat ilimizdeki muşu başka iki aldınki, muşu iki kahramanlarımızdaki faaliyetlerine okşaşla, aldı bilen özün ata-anasınki aşı intayin kıyın ahvalda kağallıkı ensreş, bir perzent bulaş sıfırdan ondan ensreş, bir perzent bulaş sıfırdan özün ata-anası boğan özün burcunu, mesuliyetini ada kılıştan başlangan. Ama bağansır buna nemesi kengiyip, belki bir bütün milletninki kelgisi ve nicadiyeti ve onunki kelgisi bəxt saat için küreş kılıştık mandak bir anlık şekildeki bir karşılık gösterkiçige ve halk hareketininki bir faaliyetçisiga aylangan bir kahraman inimiz dep qarayman. Şuna gepimni yig'inchoqlasam, her üçeylen gerçi özününki ailevi baxtsizligidan chiqqan bo'lsa-mu, lekin eng oxirisida Uyg'urlar tengir qavatgan, Uyg'urlar nima ish qilishini bilmayotgan manjitliq bir sharoitning o'zida Uyg'urlarga qarshilik ko'rsatishninki bir yangi yo'lini o'zining tirishchanlik bilan, o'zining mas'uliyati bilan, o'zining tavakkulchilik bilan va o'zininki qahramonlik bilan o'tirg'i chiqargan bizningki bir yigitlarimiz deyman. Endi meningki savolingiz yana bir qaytib qo'ydigan bir yerim. Uyg'urlarda bu qahramonlik ko'rsatayotgan yoshlarimiz yanada nurg'un bo'lishi mumkin. Bugun 3 inimizni mishada intan faxr bilan bularningki harakatlari va bularningki ideyalar bilan tanishib o'ltadik. Lekin shundan bir vaqtda men shuningga cho'nqir ishonamanki, dunyoning har qaysi joylarida mesela Amerika'da, mesela Salih Hudayar başlık nurgulgan yaşlarımız var. Mesela Kanada'da, Avrupa'nın her qaysi joylarida, Türkiye'de, Japonya'da ve Avustralya qatarlıq devletlerinde nurgun yaşlarımız var. Men ularningki xuddi mushu 3 bizdeki qarindoshimiz o'xshash o'tirg'i chiqishini, o'zininki qo'rqinishidan halqishini umid qilaman. Men bu qo'rqinish to'g'risida hali so'zlamoqchi. Mening hozircha beradigan javobim tugadi. Allah razı olsun. Müşahede abatımız 3 kardeşimizdeki bu işini başlap bugün kadar kelgeninde nayet at gül köygендek ve anladık. Hem de hemmisini de oturup bulamayız. Hemmisini deyiş, zikir kıp bulaş bizim programımızdaki məqsədimi emesellik hem bunun ödüsünü çıkıp bulamayız. Hatta bir günlük faaliyetinin özü de eskiğen, estuğularını yazış için bir neçə kitap tügümeslik mümkün. Yani bir qancha kitap bilan tugmaslik mumkin. Shunday bir tuyg'u. Bu yerda faqat har bir qarindishimizdan bir 2-3 dan misol olsa, o'zi shu faoliyatni boshlab bugunga qadar kelgan jarayonlarida o'ziga eng ta'sir qilgan ijobiy va salbiy natijalardan bir 2 dan deb berishni taklif qilaman. Oldi bilan Xalmuratdan boshlaydi bu qatim. İcabi işkital, selbi işkital nersini dep birla. Bu faaliyet arkalık. Bugün kadar başlara kelgen. İcabi desem başlaştığım burun yüzden işkilengen işler var ama nemiş kokayma atanam keski tuduma ularning farzand bo'lish suhbatim bilan ularga bo'lgan bu farzandlik majburiyatimni bu shaklda ado qilishim kerak deb şunu oyuldum. Birincisi de üzerimdeki korkunuş yengen buldum. İkinci kademde bu icabiyle ikincisi
Ben çıqqandan keyin meyli Finlandiyalik bolsun, meyli Uyg'ur bolsun, meyli chet ellik bolsun, men yolg'iz qolmadim. Shunga yolg'iz kichik faoliyat emas hozir. Mening qo'yatganim bir guruh odam bor. Shu bir guruh odam shu aqliy jihatdan menga yordam qilib turdi. Bu salbiy tarafdan degan chog'da jiq odam tunib ketar ekan, jiq odam Uyg'urlardan bo'lsin, chet elliklardan bo'lsin, jiq odam tunaydi ekan. Tunugandan keyin bu odamlarda har xil turli odamlar bo'lar ekan. Ba'zilar albatta yomon qarazda emas, ammo jiq uchurlar kelar ekan. Men hammasiga vaqt-vaqtida javob berishga tirishib turdi. Hammasiniki ko'ngildagidek javob berishga tirishdim, ammo buning vaqtim bek isrof bo'lar ekan. Yana birisi ba'zida buningga nima deymiz, bu psixik jihatdan besim bo'lar ekan. Chunki men o'zim o'ylamagan bu darajaga kelishini. Mangan seri yo'l kanglab zimimizdagi vazifa ota-onamizdan millatga tushgandan keyin bu cho'ng vazifani qanday qilib to'g'risida shu besim bo'lar ekan. O'zimningki bilim doirasining nihoyatda tor ekanligini his qildi ekanman. Shu hamda o'rganib tag'imchiq bilim elish va shu jihatlarda bo'ldi hamda. Umumiy salbiy desam, umumiy ijobiy taraf bo'lib hisoblanadi ekan. Ham salbiy tarafi shu psixik jihatdan besim bo'lib, uyqusuzlik deydi, boshqa ishlar hamda. Shularga ta'sir etar ekan. Ham salomatlik jihatdan ish qanday bir ish bo'lmadi inshaalloh. Ammo lekin uyqusuzlik pek og'ir ekanda. Vaqtni o'rlashtirish jihatlarda hamda texnika egallash kerak ekan. Shu qadar. Rahmat. Allah razı olsun. Abdurim, sizninkini anglayli. Meniki hamda dastlabda chiqish nimam o'zimning oilasiga kelgan qismatni, musbatni bir millatning qismati bilan bog'lab, bir ovozni butun millatning ovozi shaklida tunishtirishni maqsad qilib o'tirib chiqdim. Buning eng og'an ijobiy narsaniki birinchisi, o'sha rasmdami bor Gollandiya parlamentining oldida 4 kunlik yolg'iz namoyishda Gollandiya bosh ministrini o'z ichiga olgan 3 minister 5 siyosiy partiyaniki birinchi qo'l rahbarlar bilan kurashdim, hammasidan rasmga tushdim. Bular meniki tashviqotim bularni qilganlik uchun bularning oldiga keldi, rasmga tushdi, ozroq dardimni angladi. O'sha bildirdim bularga. Ana keyin bularning men ko'rsatgan nimasi, hamma dunyodagi Uyg'urlar sana o'xshash ko'krak yerib, fidokorliklar o'tirg'i chiqsa, bizga qo'limizga yetarli materiallarni bersa, Xitoy bu jazo lagerini taqashga majbur bo'ladi, bizga isbotlar kam. Bütün dunyoniki bir qism tataylaysizlar, axborot vositalarini qo'lga keltiralaysizlar, muslimisida deganda hamda bu to'g'risida birlasini yozdim. Ham degan kun kenda bütün axborot vositalarida bu narsalar kunda xayoli bor hamda bu. Birinchisi Gollandiyaning siyosiy partiyalarniki hammasiniki asosiyatdan hamda meni tunish olib ketdi endi bular. Yani Gollandiyaning shu banat bular biz xat yozdi, bosh ministerga, podshohga, tashqi ishlar ministriga xat yozsam, ular nihoyat ijobiy javoblar keldi. Bu birinchi futuq deb qarayman. Bu yolg'iz mening emas, boshqa qarindoshlarimiz qo'llab-quvvatlab, ma'naviy jihatdan meni qo'llab-quvvatlab bergan uchun teg'dimmi mendagi bir qarishlik texnik g'azbimni ma'naviy kuchga aylantirib bu muvaffaqiyatga erishdim. Ikkinchisi dağlıq axborot vositalaridan Wall Street'ninki muxbiri bilan Shveysariyada BDT'ning Birlashgan Tashkilotlar oldida ota-onamning resmini ko'tarib, ota-onam nerede, urfqonlarim nerede, o'ldimi, jazo lageridami, hayotmi, turmi degan narsa ko'tarib tushgan resmlar ular nihoyatda diqqat tortgan. Ularningki ziyoratni qabul qilishdan so'ng, ya'ni xalqaro axborot vositalarida bu narsa xabar qilindi. Bu yana bir qarayman. Undan keyin Amsterdam Dam maydonida namoyish qilish jarayonida u yerda mening his qilganlarim bekchi. Buni yoz bilasizlar bu bitta qisqa desam, birinchi Falastindagi mustaqillik davosini qo'llab 3 yilning yog'i butun chiqimlarini o'zining yenidan chiqarib, Falastinning bayroqni lapildatib,
Palestindagi bütün tarihi, madaniyatini, beşik kelgan zulmini eng oddiy, eng ko'rkam, eng jonliq shakllarda ifodalab chiqish orqali dunyoga jakolashda ajoyib qahramonlik, fidokorlik, minnatsiz emgak qilgan gollandiyalik insonshunoslar bularning haqiqatan ta'sir qilgan ash resimni ko'rib turgan ash odamni men Falastinlik o'xshaydi, meyip o'xshaydi, bu o'rnida turolmagandan keyin chaq o'rinda o'tirib Falastin davos qo'llayotgan o'xshaydi degan bular paranglish jarayonida o'zligi musulmon emasligi diniy qat'iyatda ham buniki Falastinlik emasligi balki gollandiyalik insonshunos ekanligini qarab buningga chunqur hurmatim keldi. Bu to'g'risida yozgan materiallar bor, uni arabcha boshqa tilga tarjima qilib e'lon qilish nimasi bor. Undan boshqa yana Xitoylarniki salongunchilar bularmış etdiganda dam maydoniga chiqsa etigandan kechgacha bu to'g'risida videoni tarqatdik. Bular o'zining tashrifatini qilgan maqsadga odamlar bor, yo'lda o'tgan ko'chkalik tashrifatni qilish bilan tang tashrifat var nimalarda, lozunkalarda Xitoylarniki turmalarda nima qilib ketgan azoblarga chekkan, o'lib ketgan degandek xalqlarning rasmlarini quyosh orqali bularni ko'rgazma qildi bular. Buni ko'rgazma qilish bilan qildi. Undan boshqa o'zining ibodatni qilgan xalqlar va bular atdiganda kech o'tirib o'zining ibodatni qilish orqali o'zining amaliy harakat orqali o'ziniki Xitoyda azob chekayotgan qarindoshlariniki dardini dunyoga anglitayotgan ekan, bularniki chet elliklarning istoshini qo'zg'alab bularga yordam qilayotgan xalqlar bor ekanda, bular yordam qilayotgan. Bulardan nihoyatda ko'p ta'sirlandim. Bular bizning dinimiz bo'yicha bular botil e'tiqodda. Botil e'tiqod deymiz, lekin bizning musulmonlar haqiqiy fidokorlik ko'rsatgan yerda malaning fidokorligi meni qoyil qildi. Bu nimasi? Yana birisi meniki tashviqotimniki boshqa tashviqotga o'xshamaydigan o'zga xosligi bor. Bundan ishimdagi maqsad meniki qilayotgan tashviqotimda xarid bilan birlashtirilib 1896-yili Angliyada besilgan Sharq Turkiston deb ism bor. Aşkda onun yanında Xitoyning xaritasi va uningda bizniki mustamliklik tamg'is besilgan Xinjiang degan millatlar ism bor. Aning ustida anka loyilagan Sharq Turkiston, Tibet, Xitoy, Ichki Mongoliya birlashgan xaritalar. Men bu xaritalarni birlashtirish orqali kelgan sayohatchilarniki diqqatni butunlay Sharq Turkistonga burayman. Bularga. Uning ustiga meniki kelgan bu do'ppa köynekleri meniki milliy kimligimga simvol bo'lganligi uchun bular menga kelgan kimligim milliy qarab darhol menga kirdi bularni misol qilgan. Agar bular chiroyli men bu tashviqotimiz aytirish orqali bularni jalb qilib davlatning azaldan bog'lig'i 1949-yil 10-oyning 20 kuni kelganda Xitoy tajovuz komissari tomonidan bu zaminniki ishg'ol qilinib Xinjiang degan mustamlik tamg'isi besilgan bu la'natkor ism o'zgartirilganligini amaliy misollar isbotlab tushundigandan keyin bular qiziqdi. Unda Sharq Turk jazolarini bilamsa desam uni cho'chib ketdi. Undan keyin qo'lamda dunyoning dangli axborotlarini e'lon qilingan devetmay ya. Undan keyin bularga degandan keyin biz sachib nima qilib beramiz deganda akam imzo qo'ydigan bir narsa, imzo qo'ygan narsaning birisini mumkinlik aloqamiz biladi narsanikni Yevropa inson huquqlari komitetiga yo'llangan. Ikkinchisi oqlatiga Sharq Turkiston jazolariga taqozo lata emas, raqtanlar. Buni qo'ydiryapmiz. Bu mening yangicha o'zim xos metoddan chiqqan tashviqotimniki yana bir ko'radigan pozitiv taraflari. Lekin salbiy taraflarini men hozircha uchratmadim. Tamam. İki tane salbiyni, iki tane ijobiy qo'shib 4 ijobiy deyaptinglar sizlar. Bunga rahmat. Abdurahmonjon, siznikini anglaylik qilishim. Meniki men abim dedim, ben terakkür qilib chiqdim. Terakkür qilib chiqqandan keyin men salbiy taraf bo'lsa, biroz men Turkiyada Uyg'urlar eng ko'p, lekin biroz yolg'iz qoldim. Bunga tijoratda atmoq kelgan yerda nurg'un yaqin do'stlarimiz bor. Bu ikram chiqqandan keyin navqatni qarindoshim o'ylagan darajadan yuqoriroq bo'lib ketgan bo'lsa keyin cho'ng tushunib olib haq qo'qib ketdim ya, ota-onamni aytib degan odam aytgan meni aytib deb qo'limnikida shuni aytdim ya sizdan. Ya shundami uni bilmadim.
Aşılar bir ahval oldu. Lekin Allah'a şükür hazırımda yakın ya bulaqın yaxshi bir natija. Yo'qotgan narsam ko'p bo'lsa-mu, dunyodagi eng sog'lom odamlar mening atrofimga WhatsApp qizbola bo'lsin, Yevropaga chiqayotganlar. Fikirlarga chiqib Xitoyning qarshisida shaxsiy mushatgan bir botirlar desam bo'ldi, men erlardan bo'lsin, ayollardan bo'lsin. Bularimiz izlab WhatsApp'ni tepib degandek bir odamning ochiq qolgan bir odam bilan uyg'urga ko'nib qolganmi, yig'ilib yashash istikimiz. O boşluğunu bol to'ldirdim. Demek bir sağlam en köyümchan balalarım ata-onamda aralgan bolsa-mu, yanında dünyada en sağlam adamlar etrafımda keldi deb qarayman. Türkiye'de bo'lsin, Yevropada bo'lsin, bir ko'rishib bakmagan adam, biz ko'rishib bakmadık. Bunda ularning Xitoydan shikoyat namı ko'rdim. Shunda bir hammasi fidokorlik ruhda. Aka xuddi sizni qatda sapqani bo'lsa, biz shunda qanva deydigan hemşireler çıktı. Bunun biraz kalbim avında fokus karıştım sembolda. Ben tapkan son bayrak. Demek ki çıkıp yolu çıkandaki tapkan en sadakatten cennet kurban sağlayan vatan millet için, halk için, bazı için müdafaa arkadaşlar etrafım geldi. Onda. Eğer yan bir vakit versenler bir 15 gün kaç mümkün mü şu Türkiye'deki en adam korktuğu adamlar bir şey etmiş gibi var. Bugün hemşehrimiz müsabet kilişten aldı da özel video aldım. Bir neç ay Allah. Vay sen çıtan Türkiye'de kim tutup aldı da korktuğu karşı var ki bizde. Şuna karta bir ben özlemdeki bu da bu şahsiyetinin çok sebebini bir söz desem. Bunun settir kirsek qanday ola? Eğer vaqt o'tib ketmaydigan bo'lib qolsa? Yo'q, vaqt o'tmaydi. Vaqtlar bo'lib qolsa, unda o'tib qolsa, shu tartibimiz bo'yicha programmaning vaqtini kontrol qilish uchun uning iliroq vaqt chiqadi inshaalloh. Ma'mudin Ala apandan o'zlariga nima anglandi? Üç qarindishimizning ijobiy taraflari bilan salbiy taraflariga bir aynak qo'yli, lompaynaklarni bir qo'yib. Bu balla o'zimi qo'ydi, bek samimiy bir gap bo'lyotdi. Men bek xo'sh. Çünkü muş kahramanlıkның özü bir samimiy bir kahramanlıkta bu. Endi ben şu korkunç doğrusu bir sözleymen. Bu çoğun bir psikologiyadaki bir çoğun bir tema, felsefedeki bir çoğun bir tema. Bu çünkü korkunç insandaki bu dünyadaki en asas hissiyatlarının birisi, dört hissiyatının birisi. Korkunç. Korkunç. Endi dört hissiyat qaysilar bir yönetildi. Korkunç birisi hoşallık, ikincisi korkunç, üçüncüsü gazap nefret, dördüncüsü mağrurlanış, yani özüne faxrlanish. Bu insan buluşdaki, insanın dünyaya bir imkaz qaytarışdaki, insanın başka insanlar bilan münasebetleşdiki hal qilg'uch rol o'ynaydigan bir omilda bu. Endi korkunç deganimiz nima degan vaqtida meyli g'arbning ma'rifi bo'lsin, meyli sharqning ma'rifi bo'lsin, biz kichkimizdan cho'ng'iga vaqtimizda jamiyatningki qoida usullariga biz bo'ysundirgan qilib yetildiramiz. Ota-onamiz shu gapni deb turdi, jamiyatga chiqsak shu gap bor, maktabga kirsak shu gap borda. Demak, biz bir jamiyatningki qoida tuzumlarini qabul qiladigan qilinib, kallamiz ma'lum darajada juyilib cho'ng'iramiz. Anadan biz aqlimizni tepib, u jamiyatningki ichidagi nomuvofiq ishlarni ko'rib, uni o'zgartirishga taraddud qilayotgan vaqtimizda biz atrofimizdagi nurg'unlagan odamlarningki u jamiyatningki qoida tuzumlarini qabul qilib qo'yganligini, agar uningga qarshi turamiz deb qolsak, ularning aksicha bizga qarshi turadiganligini his qilamiz. Shuning bilan biz ko'p hollarda jamiyatningki mavjud qoida tuzumlarini o'zgartirmaymiz. Ko'p qism odamlarda. Endi ikkinchisi nurg'un ishlarda oz sonliqdan ko'p sonliqlarningki bir to'qinish bo'ladi bu yerda. Endi men buni Uyg'urlarning ishiga bog'laydi. Masalan, shu Abdurahmon elimiz o'tirib chiqayotgan vaqtning o'zida bu bir shaxsiy qahramonlik, ya'ni o'zininki ayoli, bolalari va onasininki rasmlarini o'tirib ko'tarib turib, mening bir tuqqanlarimni qo'yib bersan deb keskin xitob qiladigan bir ish Uyg'urlarningki ayni vaqtda bir qiyos qilish intayin tez bir ish. Hozir sal oson bo'lyotdi bu. Chunki nurg'unlagan odamlar bu qo'rqishdan qutulyotdi. Ammo ayni vaqtda biz kallamızda çırmıp olgan, bizden uzun yıllık ma'rifninki, Xitoyninki kallamizni juyishdan kelib chiqqan qo'rqinish, bo'ysunish, hech qanday qarshilik ko'rsatmaslik, mana shunday bir ahvolda.
Şunun bilan bu Abdurahman inimizningki chiqargani bir xil aşk qo'rqinishdan o'zini ozod qilish. Ya'ni nurg'unlagan odamlar ovozini chiqarmayotgan vaqtda, yoki ovozini chiqarsam qanday bo'lar, yoki men ovozini chiqarsam vatandagilarni texidimni qiynab turib, ularga bir xil qas gap qilamiki deydigan mushlar bir qo'rqinishlar. Bu Abdurim inimizdan bo'lgan Xalmurat inimizni o'z abay dedi-da, azroq bir qo'rqinish bor. Uni ishni qilib turib qo'rqayotimizda hozir biz. Yana mushni qilsam qanday ta'sir bo'lar? Yoki atrofimdagilar meni tushunami? Endi masalan Abdurahman inimizningki yana bir gapi bor-da. Mening onamni aytibetkinki, aytibetsam o'qmam pulni men berman degan gap. Bumi kam uchraydigan bir gap Uyg'urlarningki, mayli tarixida bo'lsin, mayli hozirgi realligida bo'lsin, bu deyilmagan gap bu. Bumi bir tavakkul qilish, hem tevekkül orqali bu qo'rqinishdan hal qilish. Hamda abay deganim ma'rif. Bizningki oila ma'rifimiz, maktab ma'rifimiz bo'lsin, bizda yetilgan jamiyatningki qoida usullariga bo'ysun degan nimasiga qarshi turish bu. Texidam o'zimizga aytsak, Xitoyningki bizga singdirgan barliq qo'rqitib boshqarish siyosatining hammasiga bo'lgan bir xil angliq bir xil qarshilik ko'rsatishda. Hamda yana bir savol tug'ildi. Bu qahramon bilan odatli odamning farqi nima degan savolda. Yoki qahramon qanday yaratildi? Biz mana bu 3 qahramon bilan degan so'zlashyapmiz. Intan iftixor bilan bularning so'zlarini anglayapmiz. Endi bularni qahramon qilayotgan narsa nima? Nurg'un narsalar bor buning vujudida. Buning vujudida bugungi suhbat ko'tarilmaydigan, bugungi suhbatning vaqti yetmaydigan nurg'un gaplar bor. Ammo bu yerda biz cho'qim deyishimiz kerak bo'lgan bunda bir gap bor. Yoki biz otlab o'tib ketamiz. Ya'ni bularda g'oyat zo'r darajada o'zini qo'rqinishdan ozod qila oladigan bir ichki energiya bor bularda. Ya'ni qo'rqinishga yo'q deyiladigan bir jasorat bor bularda. Ammo boshqalarimiz-chi, mutlaq ko'p sonlarimiz ayni vaqtning o'zida biz qo'rqqan. Mayli ota-onalarimizdan qo'rqqan, mayli Xitoyning bizdan vatanning ishida bo'lmasa, chet eldan bizga zarar yetkazib ketishdan qo'rqqan, yoki atrofimizdagi jimjit turayotgan, sukut turayotgan, necha minglagan qarindoshlarimizni qarab turib, biz o'zimizga savol qo'ygan, yoki mush enerimiz o'ziga savol qo'ygan. Ya'ni mening qilayotganim to'g'rimi, xatomi? Men hammadan sukut turayotgan, hammadan birnim demayotgan vaqtning o'zida, bir ishni qilishni bilmayotgan vaqtning o'zida mening mushunda qilishim zari to'g'rimi? Bu bir tengir qash bu. Bu bir besim, Xalmurat elimiz degandek bu bir besim. Qanday qilishni bilamiz. Ammo bular bir yo'lga chiqqandan keyin hammalarning bir o'rtaq gapini dedi. 3 qarinishimizning gapi nima esa, biz yo'lga chiqdik. Biz yo'lga chiqib, yolg'iz chiqdik, lekin yo'lga chiqqan sari bu yo'l kengaydi. Atrofimizdagi haqiqiy yaramliq, sog'lom odamlar ko'paydi dedi. Bu nima deganda qo'rqinishdan ozod bo'lishninki bir tantanasi bu. Demak, qahramon bilan odatli odamning chipki farqi qo'rqinishga qanday muomala qilish. Ya'ni o'zini qo'rqinishdan qancha ozod qila olish. Ya'ni o'zini tutib turayotgan, o'zini orqaga dojitayotgan, olg'a ilgirlatmayotgan, o'zini yalchitmayotgan, aşı o'zining kallasidagi aşı vahimini, aşı endishini bir taraf qilish, uni yengish, uningdan hal qilish, o'zini qaytadan yaratish. O'zininki boshqa odamlarga o'xshamaydigan bir xarakterini, jasoratini namoyon qilish. Hamma odam sukut turayotgan vaqtda sukut qilinmaslik, sukutga bo'ysunmaslik. Hamma odam qo'rqayotgan vaqtda qo'rqmaslik va qo'rqishdan hal qilish. Mana bu qahramonning yaratilishining psixik asosi mana shu. Mening gapim hozir shuligida. Allah razı olsun. Bu yerda Mehmet Avak'ның romanı isim geldi. Mehmet Avak romanında Mehmet Avak'nınki tefsiratıga, izahatıga yoki xalq og'zidagi süpütü bilan asli süpütünün o'ttirisida bek osmon-zamin farqi bor hamda. Amaliyotda Mehmet Avak ismidan chiqib turdi. Avak o'zi kichik, ammo qilgan ishi atrofidagi hali chalang deb qo'yamiz, usqun yo'g'on odamlarning jiqida qo'rqituqli, hatto bir butun Oq Rossiyaninki Char podshoning askarlarining hammasining ichiga bir vahim soladigan bir simo hamda. Shu Mehmet Avakning shu chaqda shu qahramonlikqa qadam besishi, shu atrofidagi nurg'un taslimona hayotga ko'nib ketgan insonlar ichidan yulqinib chiqishning bir obrazini yaratgan ekan. Hozir bu qarindoshlarimizning aslida bitib ketgandek, shu Uyg'ur xalqi orasidagi bu jimjitlik, bu sukutni buzishning pardasini qanday ichib, kulki qolamanmi, mag'lubiyat olamanmi, yoki qilgan ishim to'g'rimi, xatomi, hech qanday bir chiroq yo'q deb beradigan. Bir
alim ulamanın aldığı basımı ya bunda deysen kanda oladı deydiğim bir mezmundaki ifadeler oturup çıkılır hem. Abdurrahman kardeşimiz ata-anamla itip etken oknufunu men bireydi de bir yanılık şekilde çıktı. Halmurat kardeşimiz mi özü bildiğin üslupta Çeçini ilivettene. Çeçini ilişkinin ma'nosini ötkende bir qıtımın söhbetimiz sordak. Bunun bir yıldızı var mı? deb sorsak. Ötkende tepsilatını biraz dep bergen. Hazır qarindoshlarimiz ma söhbet anglayotgan qarindoshlarımızga mush yani kichik bir qistirib bersin. Halmurat abiyatning gapni bilib etgan yerim mush shu. Rahmat sizga so'z fursatlaringizga. Aşu sizning ay dastlab mushu yolg'iz erkakka otlanish uslubninki maydon kelishini ham tushuntirsak bo'ldi. Anladım. Aynı vaqtda men to'liq o'tirdi o'qiyotgan vaqtimda Turpan tajriba o'tirdi. Bizning maktabda bu maktab boshqaruvchilar Xitoylar. Bolalar do'ppi kiyib kelsa, do'ppi kiyib kelish chekladi. Cheklagandan keyin oraliqda bolalar bunga qarshi chiqib, birisi chechini tushirib etib ketdi. Bizning bir yillik yuqorida o'qiydigan bola mening xotiramda bilishcha. Uni bayroq chiqadigan xodning yonidagiga chiqarib turg'izib, balki jazolagandan keyin ertasi biz buni o'choq dastlab kulganimiz bilan masxara qilib kulmadik. Amaliyotda u bizning oramizdagi odam bo'lgandan keyin bu ashton jasorat qilganligini ko'rib, ashu bolamni do'ppi munosabat kishda tunji qarshi chiqqan. Undan keyin ertasi bo'laymi? Asasen hammamiz chechimizni tushirib etib chiqdik. Chiqqandan keyin maktabning hech qaysisi bir narsa demay shu ashunaqaroq bir besiqqandek bir ish bo'lgan ishlar. Shundan keyin do'ppi cheklimiz amaldan qoldimi yoki? Do'ppi cheklimisi amaldan qolgandek bo'ldi. Undan keyin biz ba'zi kiydiganni kiydik. Maktabning ichida ammo balki sinflarda kiyib umumiy kiyib qilgan unda qishlar yana çünkü adetteki turmuştum biz dokunmuş ve kiyip. Normalde kiymeyen vaktimiz çıkırak ama çekilendeki onun karşılık av kitledik. Ajnaq var. Bundan başkası chet elde mesela bunun vezninin qandaq ekanligini bir köge material barmı? Qandaq ma'nosi var ekanligi. Mesela chet elde bu xil shaklda ifodalandi bu. Chash tushiradish. Chet eldagilarning ta'sirati qanday ta'sir paydo qildi shu harakatlar? O'shada shundan o'xshamaydigan odamlar o'xshamaydigan fikr berdi. Men bir yapon ilik bir do'stim bor edi. Uning deyishicha odatda yaponlarda yoki qas ko'plagan Sharq Osiyo davlatlarida balki o'xshash bo'lsa kerak. Chechini tushirayotganlik o'zining kallasini kesib o'tib qarshilik bildirganga o'xshash deb qaraydi ekan ular. Buni aytdi. Balki kuchlik inkasını bildirdi ekan. Bu Yevropaliklarning qarashidami odam o'zining badaniga zaxm yetkazib qilgan qarshiligi nayt kuchlik qarshilikdan chiqadi deb qaraydi ekan. Shuning bilan buning ta'siri men o'zim o'ylagandimmi bek bo'ldi. Men ayni vaqt o'ylaganimda shu faoliyatdan o'zimizniki balkim Uyg'urlar bir ishlar qarshiligi chechen tushirib qarshi qilgan o'xshaydi deb xotiramda shunday qolgan. Bütün dünyada bağ o'xshaydi bunga o'xshash ish. Shuning bilan mushada yana xo'sh. Shuning bilan madaniyatlarning farqi o'xshamagan bilan, shu madaniyatlarning farqini o'xshamaslik bilan ular hammasi Allohga shukr yaxshi to'g'ri tushunibdi. Shuning bilan ta'siri bo'ldi. Men alapandim mushada bir maslakda kallam daral keldi-da, o'tganda kelmabdi ekan. Bu Manculardama Çeçin elitişinin nahayeti bir ağır bir nimesi var. Tarihi bir anlamı deyip koymuş malakın manası. Bunun da bir kesiş noktası var mı bu hareketlerle? Xitayların malum bir manası var mı bu ifadenin? Xitaylardaki enenide Xitaylarga nisbeten. Bizning an'anamizda bolalarninki yoki cho'nglarninki chechin tushirishninki bir qarshilik ma'nosini men uqmaydi ekanman. Bizda undaq nima yo'q, qarshilik ma'nosi. Ammo Xalmuratninki olgan misolidagi shu do'ppi kelgan shu qarindoshniki jazolanishdan keyin hammalarning chechini tushirib o'tishning o'zi hamda bir xil simvollik qarshilik ko'rsatish shakli, ya'ni ongliq qarshilik ko'rsatish shaklida bu yerda. Ya'ni agar bu yerda gap boshda, ya'ni boshning ustida bo'layotgan do'ppi bizning kimligimiz, Xitoy bu bizning kimligimizningki namoyon bo'lishini cheklayotganning o'zida, ya'ni beshimizga har qanday bir narsaning bo'lishini yo'l qo'ymayotgan Xitoyga o'xshash yalang'och bo'lishimizni talab qilayotgan vaqtning o'zida bizningki u boshning chochni butunlay tushirishimizning o'zi
bizga bir o'xshashlik orqali, ya'ni bir xil o'xshash ishni qilish orqali Xitoyga qarshilik bildirish ham u yerdagi bir xil simvollik ma'noni chiqarish. Ya'ni bizning hammamizning o'ylaydigani bir, bizning qarshiligimiz bir degan birlikni chiqarish uchun qilgan bir ijodiy bir xil qarshilik shakli. Bu Uyg'ur tarixida bunda bir qarshilik shakli yo'q. Bizningki Manjularga o'xshamaydi, Yaponlarnikiga o'xshamaydi, ham boshqa Yevropa millatlariga o'xshamaydi. Chechimizningki nimasi-chu? Biz chechimizning nimasidan biz qarshilik ko'rsatmagan tarixda. Mening bilishimcha. Ammo buningki bu ramkadan ichidagi tushunilishda endi bu birlikni, ya'ni boshning ustidagi milliy kimlikni e'tirof qilmaydi ekansan, u vaqtda biz o'zimizga xos bo'lgan shaklda shu milliy kimlikni ifodalagan o'xshashlik orqali, ya'ni chechimizdan bo'lmasligi, ya'ni chechimizdan tushuntirilgan ahvol orqali biz sana qarshiligimizni bildiramiz. Ya'ni bizning o'xshashligimizni, birligimizni va birdakligimizni bildiramiz demoqchi. Mening tushunishim shu. Allah razı olsun. Tamam, bu tarafiga yana qarab boqamiz. Taqdim chekdi-da. Xo'sh, Abdurahmonjon qarindishimizning avvalin baytında o'tib kelgandek, Uyg'urlar tarixida bo'linmagan bir uslub. Hamda Abdurim qarindishimizningkimi bir o'zining kasbiy, ya'ni kishilik xarakterda bir ishni tutsa oyog'iga chiqmay qo'ymaydigan bir mijozi bor edi. Tutib olganini qo'yib bermaydigan. Mushu ishi bu ishda foyda qilib qoldi. Shunga bu qatam elib borgan yolg'iz kichik namoyishida yanada odam bo'lsin, bo'lmasin, buningga ching esildi. Ya birabi ushqab qolgan oltin kumush bo'ldimi ya Abdurim bizga demaydigan. Oltin kumush demaysan, ma'naviy oltin kumush sekulda ma'naviy jihat g'oyasi bor, energiya jug'langan borki, shu energiya volqon bo'lib yondi Xitoy qarishida, shu ma'naviy energiyaning kuchi bilan hozirgacha davomlashyapti. Qachon shu shanba yalqinlik yakshanba kelib qolsa, shu hizbimni Amsterdam dam maydoniga chiqib, shu Xitoy tajovuzchilari uchiq oshkora e'lon qilish orqali xalqarodagi xalqlarning diqqatini qo'zg'aman degan shu nima bor endi hozirda. Shunga har shanba qilyapman Amsterdam kirayotsizlar. Bu yerda bir zirkishlik, ichim siqildigan, menda bir narsani ko'rmadim hozirgacha, unda bir narsa yo'q. Çünkü hiç kimin olab yetişip, sen ol demede fakat benim vicdanı, tuygum, vicdanı burçum, içimdeki manevi energiya, men aşağı çıkışga mecburlaganlık için hazırgacha onda bir zirkishlik ya başka nima bo'ldigan ishni ko'rdim. Shuni o'tirib o'ylab baktım. Yolg'iz ish qilsam yaxshi ekan bu, buningdagi adam huzur boshqacha undiki deb qoldim. Balki ko'pchilikdan boshlanib birlashib qilgan bo'lgan bo'lsak, ma'lum bir narsadan birlik kelinmay birbirimizni qaydab ketgandan tashlab ketyapti hamda. Yolg'iz qilgandan keyin o'ziga xos bir nimasi bor ekan. Ma'naviy xo'shallig'i. Endi mushu sizning hozirgi mushu gapingizlar sizlarga mushu bu qatimli harakatdan keyin sizlarga eng ta'sir qilgani mushu deyishga bo'lamdi yo boshqa ta'sirotmi bormi? Ya'ni bu qatimli bu ilib borgan harakatlaringizlar sizlarga eng ta'sir qilgan narsa nima deb tushunish mumkin? Eng ta'sir qilgan narsa hamda hozirgi nima deymiz hamda üzemge nimaga qilib qolsam, men hozir butun dunyoda, hamda Xitoy dunyoning xo'jasiman deb shundoq turayotgan, boshqa davlatlar Xitoy gaqlish petlanmayotgan turayotgan sharoitimizda shu Abdurahmon Hasan Xolmurod bizga o'xshagan jiqqanda bolalar ham chiqayotganligi, o'sha ko'krak kirib chiqib Xitoyga qarshi bir g'azbini ifoda o'chqashkari chiqib, butun Uyg'urlarni, ya'ni xalq harakatiga qo'zg'atqichi rol o'ynab qolib qolsa, Müslüm ecep emas deb bunu o'ylagan taraflarimizdan haqiqiy boshlanib romanlarimizni kelib bu bir tarafdan. İkincisi, hozir mana tor dunyosida xalqniki mana 12 million buni josusda kim bir ish qilib qolsa, tutaqlik chiqadigan, faqat uning yaxshi tarafini kelmay, nachar tarafini tortib chiqadigan, bu shunday qilgan mikroskop ko'zida qaraydigan Uyg'urlarning jiqgan cho'q tor dunyosida. Buni ham biz uchirtyapmiz. Bu Uyg'urlarning ijtimoiy hayotiga, ya'ni ma'naviyatga nihoyat bir aniq past narsani keltirib chiqaryapti. Muşta mezgileden oturgu çıkıp anda qilmasak qulti, manda qilmasak qulti deb onunga biz so'zlab, nazariy jihatlardan uni qilishga hech qanday ahamiyat yo'qligini his qilib, oturgu sakrab chiqib, muşta bir yolg'iz insonni bir ishni qila oladi ekan degan tushunchaga kelsam, tor dunyosida behuda Xitoy olgan g'azab nafratini o'zaro bir-bir qilgan g'azab nafratiga Xitoy g'azab nafrati Britaniyadan shu tor dunyosida ashula qilib jidalni behud narsalarni to'xtatishga bir azroq bo'lsin rolimiz bo'larmikan deb buni o'yladim endi. Allah razı olsun. Abdurahmonjon, sizga mushu harakatni boshlagandan beri eng ta'sir qilgan narsa nima? Nima ta'sir qildi sizga? Mama
Bana en ta'sir qilgan narsa men hamda yana yaqinda men hali turk tilini yaxshi bilmayman. Men Anqaraga bordim. Chunki mening vizamning ishiga qancha qadam deb ketdim, bu vizam bo'lmadi. Vizam bo'lgan bo'lsa men balki Xitoydan to'xtat deyish mumkin shu. Hatta ishim bor jihati o'zimga. Men Xitoyni taslim qila olmayman. Men sizlar davlat bo'lib tam mening tuqqanlarim turmada yotmaydi deb men Abdulloh degan. Çünkü sizlarda bor vatandoshlar, sizlarda bor Yevropaning pasport men olib qolganmiz. Bunun bir keskin divetler. Qag'imda yaqinda vizam chiqqan chog'da inshaalloh chiqqanda o'xshamaydigan yana bir pallini men ro'yxat chiqaraman. Chunki balki Abdullah qarindishimizga sizlar deb aytib ketasiz, bir ish kirishgan chog'da düşmandan to'silgan yo'l dil düşman mangan yo'l. Düşman boshqa yo'lda mangsa biz boshqa yo'lga chirib olsak g'alaba qilolmaydi. Chunki uning bir manzil va yetmoqchi bor. Bizning to'salagan yerimiz bor, biz shuni tepishimiz kerak. Bu yerda sizlarni keskin natija bilan keskin bir natija bilan qanoatlantirayotgan narsa dushmanning ojizligini toppagan yerlari bormi yo o'zlarining kuchli yerlarini bayqab qoldimi? Albatta dushmanning ojizlik shu butkul dunyoda odatda butkul dunyo axborotdan qo'rqadi. Mesela Xitoyning mesela BBC misal qilsam, mesela İstanbulda az deganda vijdon edim bo'ldi ekan. Ishlayotgan nurg'un maosh bilan. Har birisi 15-20 ming dollardan yillik chiqim bilan turdi ekan. Bu nima uchun ular? Mesela nurg'un men uchun Shanxay Hindiston Xitoyning ovoziniki butkul dunyoda josuslari, muxbirlari bor. Bu axborotning ne kadar kuchli olduğunu şu an bilsek bo'ladi. Endi men buni yana bir eng cho'ng bo'lgan bir narsa, hatta mening qashimdagi tarjimonimni yig'iltib etdi. Ben tayoq yegan da'vogar. Men sukut qildim. Umum Uyg'urga avval. Lekin men bir kun men Anqaraga ketdim. İçim sıkıldı. Ben o ikametim çıkmadı. Yoğundalık bir konu kılamaydı ki. Ben o müşahedim kadın Türkiye'nin ministrleri varken, Erdoğan varken, bu dünya çok padişah. Ben para edip Türk dilini yaxşı bilmeyim. Bazen bir mimaham düştüm. Onlar rendo birinde istedi. O rendo hiç kim beğenmedi ki bana. Ben bir şahs varken o yoga adamlarga o ministerler rendo beğenmedi ki. Şununla ben bu şekilde resimle çok küçük bir judoda mani qassadığanğa amaldalığa göründüm da mani da mani çoğun şekilde material songusa silip Tatu olib qopti. 10 kesetmedi. Bunun çoğu var, o'zimning ko'rib turgan onun silip bir material songusa var. Xo'sh. Ministerlikning darvozasi bor. Mesela energiya ministerligi bor. Bir nechta biri mustaqil. Xo'sh. Erdoğan'ın genel AK Parti'nin genel merkezi vardım. İnsan hakları nefes onun için bak uyarım vardım. Ve işte bende şamda neyim yok, rendo yok. Peki fakat Türkçe'ne 60% 50% bilişim mümkün. Kalan cesaret var. Bazen bu işimiz yok dedi. Abi senin bu işimizden bizim işimiz yok dedi. Mesela enerji ministerlik işim yok dedi. Kültür ministerlik işimiz yok dedi. Onun işimiz yok dedi. Abi nasıl işin yoksun ha? Bizim başkanımız Türk müsem? Evet dedi. Müslüman mısın? Evet dedi. Hatta Erdoğan'ın en kaçakı mesul bir yardımcı varken bu yardımı kirgin koymaydı işte. Her susaklar gidim kirişte. Ben uyada eğer ben senden etmek istiyorum kardeşim. Ben senden farz olarak gelmedim. Eğer bana bu kapanı açmasan ben burada duracağım. Eğer Türkiye hükümeti beni şikayet ettiği için efsanelik asla ben kalbim çok rahat yapıyor. Çünkü benim anam ve ayalım sizin horluqda bu adette ben bir yer yaşam yemek bana bir bizim her tamak yiyen vaktimde kalbim azaplandı. Ben bir yer efsanede rahatlığım kardeşim. Bugündeki şey tilbaladı. Bu şey tilbaladı. Üye kirgizdim. Tartılga yanı kirgizmeydi. Yani şu gepim deyme. Anladıkken yani bir gepimde köpünce şunu işlettim. Bizim başkanımız yani işimiz yok dedi. Her bir sakşıdan aldık bazen tartıştıgan. İşimiz yok. Bana ne dedi? Bizim ne işimiz var dedi. Abi senin ışığın var dedim ben. Senin ışığın var. Sen nasıl dedin? Sen Türk müsün? Evet dedi. Sen Müslüman mısın? Evet dedi. Abi Türk desen benim kanımda tamam bilgimi gösteririm. Kaşgarlı Mahmut gibi Türk'ün kanı var abi. Bu kanda hiçbir İngiliz yok, Arap yok, Fransız yok abi. Eğer Müslüman desen Doğu Türkistan'da İslam'dan başka din yok. Sen nasıl ışığın yok? Ben sadece boynumdan burcunu
Hän ada qilish uchun keldim. Sen bir kuchli inson, Türk dünyasının lideri. Ben sana fakat deyme, ben senin başına sormayman. Sen bir iş yapamazsan, yapmamsan Xitoyga. Ses çıkaramazsan bu senin işin. Lekin mening vazifam ado bo'ldi. 5 daqiqa boshqonga ses qo'ydirdim, ketacağım desam, oxir ba'dir ishiga shu gap kirdim. Ba'da esa choyga kelib, ishi kirgandan keyin ishni kirgan va appa so'rab, "Yemoq qilsam bo'ldi, men tomoq yemayman." Desam, "Uni yansan, nima qilishim qoldi? Men qilishim yo'q. Men qilishim faqat Xitoyga bir ses chiqarsin. Qozog'iston ses chiqadi, kichik bir davlat. Ses chiqarsin. Mening bu yer odam ular qilib emas." Deganda, butun ministerlikka 6-7 ministerlik kirdim. Az kirib qoldim. Yana bakkin strategiyalarimni unutib qoldim. Yana bir da'vatma. Erdo'g'onning aşağı genellikle ansarıydı bu. Bir yagim şundan nasip geldim. Bir yagim bu mesela çoğu bağındaki oğlunun karaktersel tutuyorken oğlum karsak ne kolumda bir iş gelmez. Başka çeki mesel hem de programı bir dedim gördüm da adam kolumuzda iş gelmez sadece dua edeceğiz dedi. Kızıp kaldım. Abi bu nasıl sen nasıl dedin sözlersin bana? Nerede bak? Bir elinde iş yapmay, sadece dua edeceksin. Dua edeceksin, sen ne çalışıyorsan, ne iş yapıyorsan bu hükümette. Bu dua edeceğimiz işte yapma. Dua edilgan meçhit emas bu deb turganlik var. Sen evin bırak. Sen evin dur, dua et. Sen bırak dua çalışıp sadece dua etmen diyorum bu nasıl din bu? Ben sana dini söylerim. Bir yerden tekdim. Sen bir kötü yamanlık görsen kulağından toz. Kulağını kemmese avazın sesini çıkar. Bunu kemmese kalbin şikayettir. Bu din abi. Sen bana nasıl din sözdeyse. Sen bunu diyen sırıp gidip gençlik var bu benim fikrim yok. İşte bir müşavirlikte ben çıkalı davet etmem. Biz adam çıkan Türkiye'den. Türkiye'den pasportu var. Hem ya baralığa yapar. Solap koymayız bu devlet. Çünkü uğraşmadık bir adam. Fakat şahsi. Benim 5 yılımızda kim geldi? Ben savunuşa bir insan. Savunuşa bir Türk. Savunuşa bir Müslüman. Ben bu avazını çıkar. Diyen lazım. Erdoğan'a yetti. Önümden şikayet ettim. Bana cevap vermedi. Çünkü şu Xeçeki mesul Kosova'nın Türkiye'den bir aldı. Genel merkezdeki yardımcı müdürlük verdim. Bir insanlara Revizgen Ayal Bakımı'ndan verdim. Ve kişiliği ise Erdoğan'dan 2 gün bir köşek adamlar. Yenilikse günü bir köşek adım. Çok maalesef çok amanet. Ama televizyonda bizlerimiz közge çıkıp gitti. Aldık kolga. Bu Türkiye'ye kılalgan bir dava. Ve solap koysa Türkiye min solap koysa oldu. Bu devletin biz şahsi. Biz teşkilatlar devletin kanunlarını biraz mağalaydı. Lakin çoğu cihettir. Devletin siyasi yönelişiyle mağalaydı. Siyasi yönelişken biraz görüşürün devletin menfaat istemağalaydı. Biz şahsiler çok bir grup bunu eğitmek, kapılmayı Türkiye ve tek arkamda oranın biz kirayla ekemiz. Belki bugün Avrupa kiremesi mümkün, ben çünkü yok. Uygulamaya katlıyorum diyemesi mümkün. Bağla kabul kıldı, gözge çıkılmadı, İçki Ministri, Taşkı Ministri'nin çiğdim. Başka şu rahatsız, mesela şu 8-10 eden, benim xetimi köygendeki hemimiz beyaz gözde yaşaldı, beyaz kurtak, bağıştık artık, yol göstersen falan yakın, çokum sana, Xitay konsultum, bu da cevap aldı deyip, arkadaşlarımız sakçılar, İstaşlık bana yol gösterdi. Falan şikayetimde, ama cevap geldi. Bu Türkiye'deki istikrarlardan son imkaniyetlik. Yanındaki Amerika konsulunu aldım, başka konsulunu aldım. Bunu tutmayı verdim. Bir yer baksam bu bizim işimiz yok dedi. Bunu verdim diyen gibi ben ketmeyim bir yerden ben. Fakat ben senden bir daha sorup gelmedim. Benim hayata insan hakları ya kızlar yapacağız. Ben fakat avazını üzerinden peşim geldi. Dedim aparatayım geldi. Sözlerinin ahırı anlamaya kap kaldı. Anladım çok. Hem de anladı da. Amerika konsulunu aldık geldim. Amerika başkanlığından. Ne kadar ki. Ya geldim, onun işimiz yok dedi. Sizin neymiş kışın yok. Dünyanın lideri, dünya misal tüzüm tamamlayan bir devlet, insan hakları, kişi vakıflar diyenini davet etmem. Benim neymiş kışım yok. Ben
sizden birine sorup gelmedim fakat özümden beşim gelgen Xitayninki jinoyatini men ota-onamga urus qilib qo'ygan. Men so'zlagan keldim, qo'limdan xatni ko'rsatdim, qilsam o'g'limiz saqildi deb, bizim ketib o'tdim ketmayman. Qanday jazo kelsa bo'ynimga olaman. Chunki men jazodan rohatlanman hozir. Degan bo'lim biroz keyin yenib, ichib ketib oxiri bosh konsulninki pochta adresini chiqardi. Hozir bo'dim yo'q. Sen xatamishdan selvat deb buni ko'rsatib qo'yib qildi. Mumkin pochta bağdım, o xat saldım. Anaga travma qilmish ba'zan xat saldım va onun tayyor qilib olgan kichkina bilan. Hozir u yerda bir Isyatjon qarindishimizdan birisi pochtaxonadan boshliq kelib, bu mandag'adan bo'lsa sen bu aziz qilsang nima foydasi bor dedi. Qarindishim sen buni bilmay qolsaysan, men bizning boshqonimiz Erdo'g'on hurmatlaymiz. Erdo'g'ondan so'rab baq. Men azini amadim qildim. Chunki men tayoq yedim, Xitoydan men azoyidim, ota-onam turmida, ayol bolalarim. Ben bu holatda men kim bo'lsa aziz qilaman, men haqli. Sen bu dinning bunday bilmay qolsaysan. Erdo'g'onni so'zsang Erdo'g'on yaxshi javob berdi. Chunki Xitoy bizni bostiryapti, Erdo'g'on eng yaqin do'st bo'ladi. Bu siyosat abi. Sen onu qizdirib ketib, tamam deb plan deb xatni soldi. Demak, buni jiqilib ketmaydigan qarindoshlar. Farqi bosh konsullik sog'limga 7 TL pul ketdi. Bir rizq javobning puli ketdi. Erdo'g'on hesab nimaga travma xat yozdi, bevas o'ziga soldik. Uningga 17 TL pul ketdi. Demek ishqilizga bir vaqt tomoqning pulim ketmidi. Shunchalik bir ish. Bu yerda sal yuraklik Turkiyadagi qarindoshlarni anglaydi. Cho'qim vatandoshlar bu yerdagi. Mening plan iqomatim yo'q, pasportim yo'q. Ondan bir tashkilotning cho'ng'ib chiqib qoldim, rostga chiqqandan keyin. Bu Turk tashkiloti. Uning ismini atamay. Eng yo'g'on shu bizga yordam qilgan bir tashkilotning boshqoni "Mana sen pasport deb olgandan keyin da'vo qildi." Hech bo'lmasa iqomat deb olgandan keyin da'vo qildi. Abi ben pasportda bu iqomat bazı 1 yil 20 yil iqomat yo'q. Ben pasportda 10 yil saqlasam 10 yilgacha Xitoydan avladim yo'q bo'lsa o nasıl qanday bo'ladi desam onu qizardi. Men nim jazo kelsa men tayyor, lekin men chiqib qoldirim lozim. Deb 8-10 namlash xotiramga bog'li izvaqim bu departament email adreslarni. Anki men nimaga kirdim? Turkiyaniki siyosat belgilaydigan nima bakallı deydigan. Bu yani qanday topgan sizlar bu? Men shu bir nazar resimni juydo'g'ini xatni ko'paytirib kirsam bir yerga. Alloh taolo bu Turkning oqsonga qarshi Erdo'g'on hammasi bilishdigan bir odam qaridan ushlab qoldi. Bu odam ko'rib yig'lab ketdi. Hozir Turkdan Turkning avval mushumi bizga yoziblar bo'lsin biza. Men sizni Erdo'g'onga ko'tarma deb odamni chiqardim birib shu darhol bir imzo qo'yib berdi. Sen hozir davlatning siyosiy markazi va siyosat belgilagan. Nima ismini diyemedim hozir. Sen şu yak bağ dedip bazen aşağı men qanday gap. Yani dua qilmaymiz degan chiqishidan o'g'lim shoylik gibim dedim. O'zimni tomirim qondan tortib, dua tursan itqan deb berdim. Anki ancha eng cho'ng uzman bir olim bor ekan, Alparslan deydigan. Bu odam qabul qilib sana bu yaqin zamanda Çin bir olimizdi. Adam yoshga qoldi. Keyin ertaga qaridan qochib qolsam, odam Erdo'g'on yerga olib qolib ushab qoldi. Çok güzel kurashgan bu. Bu odam o'zal baqi. Bu odam biraz adama. Ya odamlar qurki cho'ng amaldor kurashgan bo'lsa, biraz odam to'sab qo'ygandek his qildim. Anandaki yan bir yozuvchi bir kitobxona ochgan bir odam borkin, u odamni ko'rib, butun amaldorlarni bilishman qiladi-ki. Sen men bir nusxa qo'yib qo'y dedi. Uning bergan bir amaldordan telefon keldi. Sen bu da qarab kelsang, meningki nimam musofirim bor. Endi o'shada sizlar hozir endi yuqortaban jiqya bilan ko'rishyapti-da. Abdurim qarindishimizga ko'rashganlardan kelgan taklif, sana o'xshashlardan bir 100 ya 1000 odam chiqqan bo'lsa o'zgaradi bu avval degan gaplarni debdi. Sizlarga dedim bunda gapni. Yo'q, menga boshqa qildi-da. Boshqa hukumat odami demaydigan unda gapni. Boshqa talabga ish bilgan odamlar. Nima uchun sen bunday debsa? Ben seninki bu İslam'da hem cevap bulduğalıkını ben doğruluğunu bilmem deydi. Düşman hatta bu fikirinin kan ruhsatlıkını bilmem lekin. Ne için Türkiye'de bu sen hem nasıl badın var, maşinesi var, vay iqtisadi var, etli var. Ne için bunu kılmaydı, bunu tutmam da deydi adam. Bir çarçın uzağa koyup bergen 70'e bir xeredem. Orasını ben akşama ziyaret Türkiye'deyken. Şu adam bana yol gösterip, ne için sınav başkandaşlarım kelmeydi. Biz hem yüz edem geldi ama Türkiye'nin bir yılın içinde.
bütün ministerleriniz bakar koymak izlesanglar, andaki sizin meselelerde bütün halk hazır. Mesela ben taksiye çıktım, dedim ki taksici falan dedim. Şikayet 60 yaşında kaledem. Taksinin ben senden pul almayayım, ben kalbim biraz yengil rahatlansın, aklı bana şey zaten. Ben bir Türk olarak, ben Doğu Türkistan'dan bu durumda kalığında ben bizim hükümetimizden, bizim halkımızdan bir Palestin'e kıyılan bir mitingimizi kıpırsa Türkiye'deydi. Bütün dünyanın Xitay'ın cezalaşka Türkiye çoğun rol oynadı ben kaledem. Bu Türkiye kılıç gerek. Ankara'dan 500 milyon çıktı, İstanbul'da 2 milyon çıktı. Bütün şehirden Doğu Türkistan dese halk çıktı dedi. Bu halkın avazını boğmayı içmesek bir yerde bütün dünyanın Xitay'ını to'liq ayblaydi. Bu Uyg'ur tashab qo'ygan masala emas bu. Uyg'ur Türkleri. Bütün Türkninki ko'choq chiqish vazifamiz bor bu yerda. Bu la'nat o'qib ketdi. Yazıklar olsun bize. Del Mişer'de Mehmet Ali Efendim'den bir sual soğum geldi. Endi Türklerninki Avrupa ellerinde olsun yoki G'arb ellerinde olsun bir salbiy obrazım bor endi. O'zining davlatiga qarshi ba'zan bir kültürel yoki tarixsel kuzatish nuqtasidan qaragan chog'da bir kelishilmaydigan yeri bor endi. Dal shu nuqtada masalan Türklerning bizning da'voyimizga ega chiqishi kuchlansa bizga G'arbninki ko'z qarshida bir o'zgarib qilish ehtimolligi bormi? Qanday qaraysiz? Meningcha Türkiye'ninki bizninki işlerimizga ega chiqishi intayin muhim o'rin turdi. Mana bu qatam O'rta Osiyoda bo'lgan o'sha Turkiy davlatlarning Türk va Turkiy davlatlarininki yig'ilishdimi Falastin masalasi tilga ilingan ekanki, lekin Sharq Turkiston masalasi tilga ilinmagan. Onun üstüne Erdoğan canaplari 2009 yıldaki Ürümçi qirg'inchilik vaqtida bu bir qatliam degan gapni yoki so'yqirım degan gapni ayni vaqtda degan. Hala bugungi kunda 9 yil o'tgandan keyin Turkiya bilan Xitoy o'rtasida munosabat bag'antir cho'nqirishyapti. Buning bilan hech qaysimizningki bunga bir e'tiroz bo'lmasligi mumkin. Bu to'g'risida to'xtalmayman. Endi Turkiyaninki hozirgi bu sukuti odamni intayin bearam qiladi. Intayin hatto qo'rqinch soladi. Chunki Xitoy hozir G'arbninki asli bu qatam G'arbninki bo'libmi Amerikaninki qarshi turishini jiq kutmagan Xitoy. Bu qadar Amerikada bo'libmi Marco Rubio qatorliq Amerikaning siyosiylarninki Xitoyga qarshi Sharq Turkiston bo'libmi lager masalasi to'g'risida Uyg'urlarning manfaatini deb o'tirg'i chiqishini kutmagan. Ammo Turkiyanikini kutganda, ammo buni oldini olib qo'ygan Xitoylar turli iqtisodiy manfaatlarni berish orqali. Hamda agar bu meningki tushunmaydigan bir yerim bu Falastin meselesi çıkan vaqt albatta Falastinda ig'ir kishilik huquq dafsanchiliklar bor. Uning bir davlatchilik, bir mustaqillik da'vosi bor. Buni e'tirof qilaman. Ammo Turkiyaninki hozirgi siyosiy mavjud siyosiy tuzilmasida Falastin meselesi o'tirib chiqqan vaqtda bu xuddi faxrlanadigan islom dinidagi bir xil xuddi bir jihodninki bir xil tasavvuriy bir shaklda, xomxiyol bir shaklda elib berilayotgan bir xil shakldek bir xilda elib berildi ekan. Ammo Sharq Turkiston meselesi bo'lgan vaqtda xuddi bir hukumatninki hozir bu o'zini olib qochadigan, buningdagi islomiy bir qimmati yo'qdek, garchi buning bir milliy bir qimmati bo'lsa-mu, lekin diniy qimmati yo'qdek, bu xil shaklda buni Türk xalqidan jiroq tutib, hatto ularningki mediasi va xalqning ovozini anglatmaydigan bir xil shaklda ekan. Endi hozir Turkiyadagilarda bunday bir to'qinish bor. Ya'ni biz Turkiyaninki Uyg'urlarninki lager qirg'inchiligiga gap qilmaganligi to'g'risida gap qilishni da'vat qilib qarshilik bildirsak, bular bizningki Turkiya bilan Uyg'urlar o'rtasidagi munosabatning buzilib ketishini xohlamaydigan va buningga nisbatan cho'ng bir buzg'unchilik qiladi deb qarab bizni ayblaydigan ish bo'ldi ekan. Ammo biz Turkiyaninki sukutiga uzun muddat sukut qilolmaymiz. Chunki bu millat sakratki bir millat. Agar Turkiya gap qilmasa, mayli u Yevropaninki qanday e'tirof qilish qilmas, u boshqa gap. Turkiyaning obrazi u boshqa gap. Ammo Turkiya Amerikadak bo'lsa-mu, gerçi Amerika bilan bizningki qandosh munosabatimiz yo'q. Amerika bilan bizning dindosh munosabatimiz yo'q. Amerika bilan bizningki chipki bir siyosiy bir o'rtoqligimiz yo'q. Gerçi bizning dushmanimiz hozir o'rtoq bo'lib qilayotgan bo'lsa-mu. Ammo Turkiya bizningki biz talpinadigan Sharq Turkistondan qolsa ikkinchi vatan deb qaraydigan bir davlat. İkincisi Türk xalqi biz Uyg'urlar o'zimizdan qolib qolsak, o'zimizni qarindosh deb ko'rdigan, ham ularni bizni quchoqlaydigan bunday bir ahvol. Bunda bir ahvolda Uyg'urlarningki qirilayotganligiga sukut qilish, ammo Falastinning masalasiga kelgan vaqtda bütün media, bütün siyosiy partiya bilan onu o'tirib chiqib xalqning diqqatini aniga burash orqali Sharq Turkiston masalasidan diqqatini jiroq qilish
bu tarixda intayin g'oyat zo'r cho'ng bir siyosiy xatolik o'tkazgan bo'ldi. Chunki Uyg'urlarningki Turklardan boshqa, Turkiya davlatidan boshqa hech qanday bir yordamchisi yo'q deb kelyapmiz. Mana Sharq Turkistonga lager masalasini turib tursin. Masalan, shu Abdurahmon inimiz degandek necha minglagan Uyg'urlarningki ash vaqt meningki pasportsiz, iqomatsiz yurganligini men ko'rdim bu qatam Turkiyaga. Garchi men buni tekshirib chiqamasam-mu, buni ko'rdim. Uyg'urlar hozir turli jihatlarda siyosiy kimligining yo'qligi, iqtisodiy asosining yo'qligi, boshqa nurg'un jon tarashayotgan bir xil shakllarni ko'rdim men Turkiyada. Gerçi Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga yordam beradigan Turkiya, lekin Turkiya o'zining chegarasiga Uyg'urlarga xuddi Suriyadagi kelgan 2 milliondan ortiq shu iltijosga o'xshash muomala qilish, ulardan yaxshiroq muomala qilish kerak deb qarayman. Chunki Uyg'urlarning uchrayotgan qatliami dunyoda kam uchraydigan qatlam. Uyg'urlarning beshiga kelayotgan qor kun kam keladigan qor kun bu. Ammo bu Turklarning nomusliq asli biz Turkiyaninki, butun Turk xalqininki izzati, hurmati va g'ururi biz Uyg'urlar. Buni dafsan qilgan vaqtda Turklarning bundan keyin men g'ururlanib turib men Turk deshga ishonmayman. Bunda bir Turk millatiga ishonmayman. Agar bu Uyg'urdek bir millatga sahib chiqmagan Turk millatchiligi yolg'on millatchilik bo'ldi bu. Sen nimadan farqlansa, Turk millatchilik bo'lish uchun yoki Turk qarindosh bo'lish uchun nimadan farqlanish kerak? Bir o'rtaq bir gullanish, g'ururimizningki dafsan bo'lmasligidan farqlanishimiz kerak. Ammo dunyoning bir chekisida O'rta Osiyoning yurkida qon eqiyotgan vaqtda sen qaysi ulug' Turkninki O'rta Sharqdagi saltanati va Osmonning saltanatidan sen faxrlanaysan? Faxrlangil bo'lmaydi bu yerda. Menga faxrlanmaysa, biz butun Turklarningki vujudidagi, kallasidagi, qalbidagi biz bir qardog' biz o'chmaymiz. Biz mengu bearam qilamiz bularning g'ururini, bularning faxrlanish. Amal yo'q. Bizda amal bo'lmadiki, biz dunyodagi g'oyat zo'r bir qo'rqinchli bir kuchninki qo'lasaq chiqib qoldik. Bu jihat elbette vaqtda agar Turklar haqiqiy bir Turklik o'zining kimligini sahib chiqaman deydi ekan, Uyg'urlarga sahib chiqmoq lozimdir. Men buni cho'qim hissa tayinib demayapman, bu logikalik narsa bu. Chunki biz Turklarningki bir intan muhim bir qismi. Agar bizga ega chiqolmasa Turklarningki Falastinga ega chiqishi yolg'on bo'lgan bo'ladi. Chunki o'zing ega chiqolmagandan haq ega chiqolmaysa. Oddiysan. Undaqda bu yerdagi sahibxonlikni da'vo qilayotgan narsa boshqa bo'lishi kerak. To'g'ri, ammo meni yana bir deydigan gapim. Ma Abdurahmon inimizningki bir gapi qayta deyilyapti hozir. Abdurahmon inimizning qo'lida pasport yo'q, qo'lida iqomat yo'q. Bu iqomat bordi. Bu xil ahvolda jinini olqini apyab chiqyapti. Ammo Turkiyada Turk fuqarosi bo'lgan, Turkiyada belirli nüfuzga erishgan siyosiy partiyalar aloqasi bilan nurg'un qarindoshlarimiz tashkilotlar bor. Ammo bularni ish qilyapmiz. Biz lager to'g'risida ish qilyapmiz. Ma elimiz qilayotganning 10ning birini men bularni ayblmoqchi emas. Hammasi qiyinchilik bor. Turkiya degan biz o'ylagandan qiyin bir davlat bu. Men buni deb besim solmoqchi emasman. Lekin bu mush enim qancha ishni qila olgan bo'lsa, boshqalar bundan 10 100 ishlarni qila olish kerak. O'zining imkonining doirasida. Agar boshqa qilolmadik degan vaqtda buning hammasi bana bo'ldi. Chunki biz buning o'rnakini ko'ryapmiz. Buning o'rnakini anglayapmiz. Ham buning o'rnakini tasavvur qila olamiz. Hozir ko'z oldimizda. Bunda ahvolda ekan Turkiyada nima uchun bu ishlar to'g'risida agar Turk hukumati so'zlamasa, nima ishqa boshqa qarindoshlarimiz so'zlamaydi buni? Turli shakllarda so'zlamaymiz buni. Ana lekin Abdurim inimizning yana bir gapi bor. Hamda bu yerda manda bir cho'nqir bir nim bor. Biz g'oyat zo'r bir qatliyamni so'zlamoqchi bo'layotgan bir millat. Shaxsiy yo'l bilan mush ish qarindoshimiz so'zlayotdi. Bu vahshat bizni emas, buni anglagan har qanday odamni yig'ildi. Shundaqmi? Unda bo'lgan vaqtda tabiiy savol shu. Bu qadar vahshat tassang, nima uchun uchingli bo'lsa, yoki nima uchun sen yolg'iz o'tirib, senli ko'rinsa bu yerda? Bundan savol chiqadi. Yoki bu vahshat yolg'on, yoki sening g'ururing yolg'on degan gap chiqdi. Men buni o'tgan qatim dedim. Yana takrorlayman bu gapimni. Chunki agar biz bir kalining o'limi to'g'risida, yo bir qo'yning o'limi to'g'risida da'vo qilayotgan bo'lsak, xalqning oldiga chiqib qilgan bo'lsak, bir qo'ykanga bu bu kadar ağırlık iş bombaydı desek. Ya ki biz 100 adamın davasını kılavatkan bolsa, bu 100 adam ki deydi. Ama biz 2 milyonun ta ki 5 milyon adam türmeye solangan, türmenin sırtındaki adamlar endişe, dekkideki ve korkunun içinde psikiyatri veyran buluvatkan, umumizlik veyrançılık uçuravatkan bir milletin ki çil bilen işbadiler boğulu bombaydıgan bir vahşetini dünyaya çil bilen, şekil bilen, resim bilen, köz işimizden ifadeleşip tirişivatimiz. Muşunda ahval asla men bu üç qarindoshimizni müşahede ko'rganligimizdan faxrlanma. Lekin biz uchrayotgan bu qo'rqinchninki selishtirgan vaqtda, nisbatli selishtirgan vaqtda bizning qarshiligimiz texnik endi boshlang'ich saviyada qarindoshlarim.
Biz de haqiqiy qahramonlik göstermeyapmiz. Biz aş davatkan şu nimaga loyiq bir ish qilinmayapmiz de. Yani aziz bilan gapim tugadi. Allah razı olsun. Baş qarindoshlarniki bu vaqt qo'shimcha qilganlar bormi? Men bir ishtiyoz gapim qoldi yutay, men gap oyog'ida. Yo'q, men bu gapni degan odamim, men taksichi odam. Bu 60 yoshda ochiqqan Qizil Kirish jamiyati pensiya chiqqan odamkin. Bu deydi, Turkiyadagi xalq deydi. Turkiyadagi nima Turkiya xalqi ko'chaga chiqib miting yapsa, Falastin yapgan gibi deydi. Butun dunyodagi Xitoyni hozir jazolayotgan Amerika, Yevropaniki Xitoy qarshiligini bir vaqtdan o'zida bu dunyoga Turkiya Xitoyni urpamaydi deydi. Urushpamaysidan urushpamaydi deydi. Lekin xalqning ovozini qo'yib bersa hozir Turk xalqining. Buni dunyo destek qilib turib, mushundan ko'chiq chiqdi. O'shaning zulmni yomonlik deb ani isbot qildi deydi. Dunyosi. Bunga Turkiya cho'ng hujjat hozirlab beradi deydi. Bu ish kimga keldi? Nima uchun buni qilmaydi bu odam buni dedi. Bu gap to'g'ri hamda. Bu qarindoshlarimiz bu mushaqdan hamda bu nurg'un iqtisod qadamlar bor. Bizning xalqimizda Uyg'ur xalqiman faxrlanma. Men burun faxrlandim, hozir faxrlanma. Chunki biz sog'lom edlar. Bizlar menga o'ybilikli qarindoshlar. Bir qiz bola. İsmini demek bir qiz bola. Ayol Turkiyaning bütün baylar o'rtaqlashib bir uyelab, agar tok pul to'lamaysiz, suv pul to'lamaysiz, chiqqanda chiqimiz o'tirsa, o'yining oylik nima qarovul oladigan tozliq keraklar 600 yil pul chiqqan o'yimda. Men buni o'tdamayimsam, yig'lab ketib, mecbur aşkım hadip bir dostumla tavsiye algım ihtiyacı var. Şuna bir yardım koy. Demek ki ben Kazakistan'daki mesela yerlik Uygur qarindoshlar. Sizin kaynağınızda baş valla ayalla Kırgızistan'da mesela başka yerlik halklar. Sadece yardım ihtiyacım yok. Fakat muşunu alçı bir anladı. Alçı bir anladı. Ondan ben Mimmahan yattım. Mimmahan'daki özellik yatakta 250 onun için bize bütün çiçeklerin apırgan katına bunu teyap hatımdaki iş kılıp acem mesela yatakta başlarından tutardı modelleri bu mahallek halkı Türk halkı bu bizge bu şaraitni qilish bu yurgin birish pek favqulodda jurorunda demak men bizsel o'rnimizdan qo'psak tayoq yegan biz hozir tayoq yegan biz o'qiysak mayli lekin ajoyib g'ururimiz deb sanaladi hozir bizniki kechida xiyolimga uyqum kelmaydi misol men 2 yoshlik to'y yosh bolamdan fursat menaqda balamni uxlasam qo'zirib uxlaydim balamdan turib turib shu narsa arlib yashadimiz qoldirimizdan onamizdan bu xo'rliq bilan o'lgan ig'ir xo'rliqni bilyapmiz hozir Ömer akam dedi men hesab lager ochgan chog'da üstümde yoğun zenci, kolum zenci, tertimi yanımda, tertimi kumuş da alayım, tamak muşkulum yemen de töte açıda. Adet lagerinin gibi. Benim ben herkes çıkıp tamak çeyici, tertimi ketken yani kolumunu kurutup, şu kolum tamakı da tutam, töte edip çıkıp, açın onu düşünmem ben. Muş evvalde bizden aydın şu yak şükünde, ancak kılalık. Belki Türkistan'ın halkı Türkiye'de, bugün bir ayol gel Türkiye'de, hemşire açımız, ben kayakçı tutamıştık, neçeden korktu, benim sırtım korkattı. Tutuvalı Türkiye hakkında. Bu Türkiye'nin kanunu var. Türkiye'de birden kırılma, hakaret etmek, özünün şahsi davasını kıysa, Türkiye'de edem tutulan kanunu yok ya da. Kardeşim, mavasının hazırkı mezmun şu programımızın ahırıqıra doğru kildi. Şuna onun yani idrak kirli Turguncan kardeşimiz topu uruptu. Dediğin gibi var şeyde Turguncan disle, gap disle. Ama kıskarak disle kardeşim ha. Oldu. Assalamualaikum. Doktor Mehmet Ünal efendim. Emmanlığı assalamualaikum. Ve aleykümselam. Ben tünügün şu 6 ay ilgiri Vatanda Müstakil Devletler Birleşmesi'ne yenip çıkan bir ticaretçi altımız bilen bana telefon kıptıken beni bildiğen, paranışıp kaldım. Vatandaki Uygurlu'nunki şu ceza lagerlığının evvali dakikada bana elki bir dostane sözlep verdi. Bir det etişleri kadar. Çetelde ben Facebook'dan akbarat vasıtalarından 1 milyon Uygur ceza lagerleri dep anlattım Turguncan. Hemen Norgiye'den telefon kılıvattım esmen Turguncan. Turguncan, lekin 10 milyon Uygur
turumdan içinde dedi. 10 milyon Uygur demedi, 10 milyon adam ceza lagerinin içinde dedi. Bütün Uygur'un bank hesabı to'g'ritilgan dedi. Bir mo'chen bankdan alanmaydı dedi Uygurlar. Hissiyatını gap kılıvatım rencimanglar. Ahmet Canslı Billah ablamı damlacım kan bilen yakın arlık 1 kilometre, 2 kilometre öylerine arlık bilime ablamı damlacımның öyge piçer çaplangan deydi. Medeniyet inkılabı ne oldu gördük bir insanın öyge piçer çaplangan bütün tıpkın turumuna içinde deydi. Adam yok deydi koçulda. Bir adam de digenken men mi kıstırıp ötep gitey, meninki ailemninki töttamның içinde men çoğungan töt adamninki chet elga chiqib qoldim, shuni ichidikini oldim, omon o'tib qolmasan 30 yoshda. Endi men og'inildan ta'sirlandim. Men buni o'ylangandan keyin 6-oyda men nima ish qila olaman deb men Facebook'taki ismimni Uyg'ur Umid sahnasiga almashtirib 2000 tane Uyg'urning vatan ishidagi filmini attım Facebook'ta. Paylaştım. Aldığını 14 bin adam gördü bir filmini. Keyin biz adam gördü 1 milyon bir adam görüptü. Muşna kılalaptım hemen atağını uğrultup kalış için Muştap'ta Kagiyen sen mi bile yatkın ismini oradan koyabilirse bütün dünyanın aldı da hazır vardım. Lan Türkiye yok da bu canlı. Benim sualim hem de rencimizle hemen uzartıp kaldım gepne. Çünkü ben bana deyip yalgandın saq demez. Tüz, samimi, sap, udul, rastçılık bilen diyelik için 10 milyon diyen gep, a geplemini çuçtu etti. Mehmetimin Ala Efendim'den soraydığını, Mehmetimin Ala Efendim bir siyasetçi. Teşkilatının ki uzun yıllık mavur reislik vazifelerini ötügen, Dünya Uygur Kurultayı'nın vazife ötügen hazır mı? Uygurluğunun ki Seyit Efendim'den kalsa rastçıl şirketin kaynağıtkan akıllarımızın birisi. Bugünkü Amerika'nın, Avrupa'nın, Japon'un ki şirketleri var. Vatanımızın her kaysi yerlerde. Bugünkü dünyada öyle içindeki nesini avazını alayamızın köreyle davetimiz. Edimidin ayrılgan, bütün Uygurlardan ayrılgan şundak bir çoğun devletki avalını körep durup inkaz kaytılmaslıkı nemini belgileydi. Bu bank hisabatları bütünlüğü toğumtılsa, ticaret toğutulsa bunu bilmedim deyip sahtipesliklerin turmilişi Avrupa, Japon, Amerika'nın ki Türkiye aciz değilim dört taraftan korşalık yapılıp. Bu kanda insanilik, kanda insan hakları bu 3. Dünya uruşu bir devletke Suriye'ni uruş bilen kırılıp gitipti 1 milyon adam özünü ötürepti. Ayada 1 milyon adam bütünley öydün koçudun, şehidin, dövültüdün töktamdan içi kirip ketken. Ben bunu tünügün 1 saat samimiliklendiği avazdan Abdurrahman Asa Efendim tonuydu. Ticaretçi olgucu ismini demeyim diye çünkü bana samimi gep kalıp için. Ayrım kimse o ismini depremiyasız. Sözlesi oldu. Amerika, Avrupa, Japonya, Avustralya, yani dünyadaki muşunda terakki kanlı devletle bütün bir 10 milyon halk, Uygur halkı koçudun öğüldün tasılıp töttanla çirkes bilmeyen de turuluş bu kanda rezillikte ve muşunun bir çençürüp koygan boz. Türkiye doğrusu çenç verdi. Ma dünya doğrusu da mı kıskını bir çenç vergen bozsa. Tetellikinin ki hemimiz korkak gittiklik. Turumu diyap kallımı titrep turup telefon alamadım hem görüşe Türkiye'deki. Jürkiçiklik, mabalı jürkiçik. Kader'e tevekkül kılıp mevatkan bozma. Rencime istemen biraz uzartıp kaldım. Allah'a emanet köprü. Rahmet. Sualыңызға rahmet Turguncan. Birisi men bu devletninki Uygurlarninki beşe kelayotgan bu kunlarni bilmaydiganligiga ishonmayman. Chunki mening so'zlashgan yerlarimda shu narsa qayta ma'lum bo'lyotdiki, bu uchurlar g'arb davlatlarining gapini qilyapmiz hozir, Turkiyadan chiqili. Bu asosan bilinishlik ishlar bu. Endi buning nima uchun qarshi turmayotganligining bir necha sabablar bor. Birinchi sabab Xitoylar bilan g'oyat zo'r cho'nqur bir savdo munosabati bor.
ikkinchisi Xitoyninki intayin qisas silish xarakterlik diplomatiyasiga duchorlab qilishni xohlamaydi. Uchinchisi bu umumyuzlik bir moslashtirilgan bir qarshilik harakati yo'q g'arb dunyosida. Masalan, Xitoylar to'g'risida. Eng muhimi Xitoylar to'g'risidagi g'arbning siyosatininki aniq bo'lmasligi, bu Uyg'ur masalasiniki Uyg'ur masalasi haqida bir aniq bir siyosatning o'tirg'i chiqmasligi bilan bog'lanyapti endi hozir. Ammo Alloh ming shukrlarki, Amerikaninki bu qitimliq shu Marco Rubio, senator Marco Rubio qatorliq 17 senatorlar va kongress a'zolarininki prezident Trump yozgan xati, ya'ni bu Sharq Turkistondagi mush lagerlarni boshqarishga va uningki boshqarishiga buyruq bergan amaldorlarni jazolash to'g'risida mush xati hamda bir cho'ng bir hal qilg'ich bir qadamniga derak berdi. Hamda undan keyin Birlashgan Tashkilotdagi ishlar anlikin ma'vu ehtimol Yevropa Birligi va boshqa cho'ng davlatlarninki buning aralashish mumkinchiligi bo'lishi kerak. Chunki dünya hozir Xitoydan iborat o'zini yumshoq ko'tarilayotgan davlat deb tashkil qilayotgan bir davlatninki qonliq abdi bashirisning asta ko'ryapti. Hukumatli biladi, ammo g'arbdagi xalqlarga bu uncha ayon bo'lmaganda hozir AQQdan chiqayotgan xabarlar hozir kunida Uyg'urlar to'g'risida 5 dan 10 gacha, 10 dan 20 gacha xabar ingliz tilida, shaxsan mening biladiganimda ingliz tilida e'lon qilinyapti. Bularning ko'p qismi lagerlar to'g'risida, ko'p qismi lagerlarning haqiqatini ochib berish haqida bo'lyapti. Hamda eng bir bu xabarlardagi mening eng bir ko'nglimni yerim qildigan bir yeri, hech qaysi bir xabarda Uyg'urlarning lagerlaridagi solinayotgan odamlarningki soni haqida aniq ma'lumot yo'q. Chunki g'arbda axborotchilikqa pokitchilikni talab qiladi. Ammo bu la'natgarda paket Xitoyningki hozirgi ahvolda buni qo'lga ololmaydi buni. Chunki Xitoy yo'l qo'ymaydi lagerni tekshirishga. U qiyin bo'ladi. Hamda bu bir tarafi, ikkinchi tarafi biz o'zimizdan shu savolni so'rashimiz kerak. Men mushu lager masalasi haqida o'zim g'arbliklarningki va g'arb hukumatininki diqqatini qo'zg'adak nima ishlarni qilyaptiman. Bizning tashkilotlarimiz nima ishlarni qilyapti, buni so'rashimiz kerak. Agar Abdurim inim degani takrorlab gapini. Agar biz o'rnimizdan turib g'oyat zo'r shaklda Turkiyadagi Uyg'urlarni maqaman hozircha qiyinchilik olib turay. G'arblik Uyg'urlar chiqib ko'cha-ko'chalarda to'xtamay, shu ochlik e'lon qilsak, ochlik e'lon qilib, yalang'och qilsak, yalang'och qilib, AQQdan namoyish qilgan bo'lsak, ko'chadan kirmay turib namoyish qilgan bo'lsak, bu xalq g'arb dunyosi anglaydi buni. Bizni hozir chirmab turgan g'oyat qo'rqinish, g'oyat shaxsiyatchilik, o'zimizning manfaat bilan hisoblashish, ma'ni bir xil butun millatning beshiga kelayotgan bir g'oyat zo'r tragediya, g'oyat zo'r bir qarang'u bir qismat deb biladigan manda bir narsa bo'lmaydi. To'liq bo'lmaydi. To'liq biz esimizga kelib, ma'ni biz buning uchun qarshilik bildirmayapmiz. Shuning uchun bu bizning ishlarimiz ilgari basmayapti deb qarayman. Buning uchun hozirgacha men oramizdagi tashkilotlar o'tirisidagi, shaxslar o'tirisidagi butun narsa to'xtash kerakdi. Butun narsa to'xtash kerakdi. Biz tarixda chet eldagilar eng qo'rqinch xatolik o'tkazyapmiz. Mush ishning beshidagilar mana shuning ichida eng qo'rqinchni yezyapmiz. Ehtimol bu qo'rqinch ishlarimiz yozilgan tarix va bo'lmasligi mumkin agar biz yo'qolsak. Bu bizning ishlarimiz mushning bilan quyruqini qummis bilan tugab ketishi mumkin. Mushunda olmasa. Ammo yana men mushu inillarimni ko'rib, yana mush inillarim kabi yana nurg'unlagan o'tirg'i chiqmagan, chiqishni o'ylayotgan nurg'un qarindoshlarni o'ylab, yana umidlanma bu xalqimizdan. Bizda yana umid bor. Agar vatandagilar gap qilmasa, vatandagilar o'zi uchun o'zining huquqini qo'g'dayamasa, ma chet elliklarda bunda bir vijdon bor. Ham bo'lish kerak. Ham o'tirg'i chiqishimiz kerak. Bizning qilayotganimiz yetarli emas. Hozir shunchalik so'zlayman. Men bir qo'shimcha qilsam bo'lamdi, Ahmadjon? Xo'sh, albatta bo'ldi. Hozirgi chet ellardagi Uyg'urlar, ularmuş g'arb davlatlari Uyg'urlar qasdan hammamiz 95% adam siyosiy paralak tilga bilaman. Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiyada hamda ko'chman qabul qilgan texnik ko'chman demdoq shuna shakllanishlarmi hamda. Boshqalarniki hammamiz siyosiy paralak tilga jumladan Məhəmməd qismi doktorluq bitdigan bilan Avstraliya siyosiy paralak tilidingiz bor deb bilishim shundami? Bəli, Amerikada qaysi doktorga siyosiy paralak tilmagan deganda bir chiqib baxsin o'tirib müşkində doktorlardan bek chiqsa 10 chiqay 15 chiqay. Qolganlarning hammasi siyosiy paralak tilgan. Siyosiy paralak tilgan bo'lgandan keyin chet ellardagi uning topgan puli chet elda siyosiy paralak tilib shu davlatdagi nüfusiga erishgani hammasi vatandagi turmalarda bino yotgan
Xitoylarni zulümlərdə ürək ketiyotgan, zar kuni kirayotgan, kin eqiyotgan shu Uyg'urniki qinning badali kelgan narsa bu. Va 2007-yilda Gollandiyadagi chempionat tilagan vaqtida biz Gollandiyaga kelgan vaqtida shunda Uyg'urning 7-8 yilning yog'i Gollandiyada chempionat qabul bo'lmabdi ekan. Rabia Qodirxonning 2007-yil ise 3-ayning 17-si Xitoy turmuş azad qilinib, Yevropalarni butun dunyo cho'yilgandan keyin Uyg'urlar dunyo tunib, nurg'un Uyg'urlar chempionatlik birib ekan. Buniki badalash vatandagi bulatdan to'kalgan qonning badali kelgan vatandoshlar ham chet ellardagi Uyg'urlar tepatgan pulning hammasi vatandagi Uyg'urlarning qon berayotgan shu qonninki badali kelgan narsa bo'lgandan keyin bu kunga kelganda millatning boshqa kun tushgan vaqtida yana qonning keyni bitib millatni eziqtirdigan xohlagancha u fikrga bu yig'inga yetaklaydiganning namsizlar men yig'ib aytganda vatan qilgan bir xoinlik deb bilaman bu narsani. Ha menda tilisi mena. Nimasisin bizning vijdon so'rab boqsin. Vatanda hozir meni qulam tushgan axborotlarda 3 million Uyg'urniki jazolarga ketganlik isbot bor. Erknasiya radiosi ingliz temizliklar. Shuni qo'yaqliq men izanishli axborot nimalarga hamda. Biz 3 million Uyg'ur tutilish muhimmi hozir yig'inchi bunu qılandık deb akmagan narsa qilishimiz muhimmi qaysi? 3 million adam qutib chiqsa Xitoyga nisbatan 3 million zapas kuch bor degan gap, qo'shin bor degan gap oyoqda. Vaqt kelgan Xitoy ichki urush partlar bir so'ng to'plab qolsa, Xitoy shu jazol Uyg'urning hammini qirib yutadi. O'lgan müdranmas odamda hamda. Biz butun dunyoni harakatlantirib, butun Uyg'urlar o'tirib ko'krak kelib chiqqan vatan millatni qutulishimiz kerak. Mana Turkiya ko'yda Xitoy demokratchilarning 46 odammi? Shular nima qilishlarmi hamda bir bayonot e'lon qildi. Undan başka Kanada'daki Xitoy ziyolileri vatandagi siyosiy jazo lagerining o'rnini dunyoga oshkorildi. Bizning qaysi ziyolilarimiz oshkorilib boshqa es qo'shib vaqtda, qaysi ziyolilarimiz es qo'shib vaqtda boshqa kelkin kelganda yig'ilishlayotdi. Bu da Turkiya Uyg'ur akademiyasining yig'ilishida Amerika ziyolilar o'shqida shular nima yig'ilishchi Afrinning oldida Turkiyadagi Erdo'g'anniki binosini oldiga kirib hamda boshlab shilayotgandan o'ziniki ma'naviy moddiy qimmatlar qo'yayotgan deb bo'lgandan mening haqqim nima? Nimish Uyg'urlarni ayaga sulaydi ekan, nimishqa jazolarga nima qilgan? Nimaga Uyg'urlarniki hech nimishga haqqi yo'q shu ziyolilarimizniki. Shularning ota-onasi urug' tuqqanlik ochsinlar shu turmada Xitoy jazolarga emasmi? Yoki bir singlimizniki ilqima Turkiyadagi nima so'zlab berdi. Ilqi Xitoyning haqiqiy operatsiya ichib shu qizib oldi-da, Xitoyning turmusiga kirgan qizg'onlarniki birinchi turadigan narsa iptigido dedi. Bu eng oddiy shaklda bir qiynoqchilik bu deydi. Buni qilgan Xitoyniki saqchilari harbiy nimalar qilganda endi bu eng oddiy shakllik dedi biz qizg'onlar. Biz 5-gachadan so'zlab berdik-ku, unda qolib bizni qo'yachinglarni javob berdi vatanda. Mana har bir Uyg'ur o'zining vijdonini qo'yib qo'yib, uni o'ylash kerak-ku bu yerda bu narsani. Boshqa Yevropaliklar deydi, nima qo'zg'almaysa, sen yolg'iz bir Uyg'urmi deb, buni eng kimdir bir aydan so'rab boqdi menda. Qachonli qarsak, sen desa, sen ota-onang nima? Boshqalarning qini deyotdi. Shunday deydigan butun ziyolilar Uyg'urlar, Xitoyning jinida Xitoy demokratchilari Xitoyga qarshi bayonot e'lon qildi, itni qirg'inchilikni to'xtab, Uyg'urni jazolarga sulama degan narsa. Bizning qaysi ziyolilar o'tirib chiqmoqda? Tillasanglar, meni tillanglar. Sen nima qilding dema, lekin vijdon g'ururni so'rab baq. Hemen vicdan g'ururni so'rab baqinglar. Ota-onangga urug' tuqqanlar ochsini qanday yetalaysa, bu kuni millatning beshi shu qadar kunishayotgan vaqtda sizlar doktor, olim, professor deb hurmatlayotgan naq bizning Uyg'ur jamoati. Qaysi doktorni, qaysi olimni ichida xizmat o'rinlarida voy doktor, voy olim, voy professor deydi, hech kim demaydi. Anlasam Türkiye'de bek deyizga o'xshaydi, lekin men ish yerimda, men xizmat o'rinda har professor, har mutaxassis, har olimlar bor. Hech qaysi bir-birisine voy professor, voy olim deb olib bir chiqib qo'shmagan ko'rib baxmadim men. Faqat bu narsa bizdilik bor. Bu Xitoyniki salqi, andalik yuzli cho'nglarga to'qinish, hurmatdan qilish narsa bizning engimiz singib ketgan. Boshqa Uyg'urlar vatandagi 3 million Xitoy qarshi jazolarga turayotgan shu Uyg'urni qutqizaydi. Başlar qutqizolmay qolib qolsa, o'z vaqtida men tayib qapanda Xitoyning turmusi ko'ydirib o'tgan bo'lsa, ya vaqtida ko'zini ochdim bir kunda ko'ydirib o'tsa yoki zaliklasa o'tirib qolib o'chaq nima qila olamiz biz? Hech nima qila olmaymiz. Memleketin tugida. Shunga meniki bir şey tepatgan pulim qolgan hamma qadimi vatandoshim hamma narsada vatandik Uyg'urniki qinning hidi bor. Shunga men vijdoni burchib o'tirib chiqib bu narsani xalqaro tuntishga sebepçilerden kuştan birisi bu. Kıyamet günü Allah'ın aldığım azrak olsun vicdanım bilen bunu diyeyleyim hemen.
Allah sabır versin. Allah razı olsun. Qaynab qoldim, lekin hamda qaynasa tillasam men qilsam men xiyolim kirib chiqmaydi. Tillamsizlar, nima qilsan qilinglar, lekin vijdoniy burchingni ado qilinglar. Millatdan 5 kun tushgan vaqtida, hani bu kun yana jim o'tirib oladi. Otam ocham sulab qo'yam, urug' tuqqanni bijim qilib o'tirib, jim o'tirsam o'tadi Xitoylar. Qarshi ko'rsang o'tadi. Bir tal kaptani, bir tal to'g'ri bug'izsaqmi, shu qanotdan qoqidi. Tutdan tepishlaydi o narsanikini. Bizchi shunchalik haliqqa qarshi bildirishimiz yanamiz bo'lmasida bu kun kelgan vaqtida. Lavod mening hozir turmushim kepillik egulab. Bana hukumatning hamisha ishlarini bir vaqtda maoshni berib, o'xshash ma'murlarning qafasida xizmat tashlayman. Kuni Gollandiya parlamentning oldida, Yevropa parlamentida gapirmayman mana shu yerda. Biskinin yo'g'ini yasqib, ba'zi tashkilotlarni taqmaytman. Lekin yolg'iz ba'zi yetish bo'lmadim men. Nechta narsalarni lekin oldindan qilgan planlarim bor mening. Meni qulamlik qildigan bu narsani shuki İbrahim Aleyhisselam qutluva, İbrahim Aleyhisselam o'tqashgan qolg'ach o'ziniki eg'izi sutishni qilayotganini, sen qanday uchralaysan desa, uchrash boshqa masala, lekin men mas'uliyatni ado qilyapman deb. Shunga shu o'zimizning mas'uliyatni to'laylik, o'zimizning burchini, vijdon burchimizni qilaylik. Panalık tilgan her bir Uyg'ur deb qo'yinglar, vatandagi qonning nimasi tilayotimiz ma'nosidan biz. İlgire boşatgan bo'lsak, endi o'yganmasak bo'lmaydi. Uyg'ur eng oxirgi nafsni elayotydi. Boshqa Oyshniki nafsning taqim elishi, shu jazolarga Uyg'urni qutqizish uchun bütün harakat qilayli. 11-16 janvardagi namoyishga taqim ko'p Uyg'urlik kirish orqali dunyo yana bir o'zimizda namoyon qilayli. O'zimizning birlik qilayotganimizni. Şu an Xitoyniki nurg'un yana adamnikilarga 160 o'lgan odamlar janvaga yig'ilgan. Osh vaqtida biz janvaga bütün Uyg'urlar qayta bir yig'ilish orqali o'zimizda dunyo qaytadan bir jakalaylik. Xalmurat qilishimizdan gapi bo'lsa qo'shadigan. Jimib ketdi. Ya ben yaxshi anlatdım qildim. Xo'sh. Erimdaşlar yaxshi gap qildi. Demismi? Ammo bu yerga dastlabki borgan vaqtimda so'ragan. Sen yalg'izmi deb. O chog'da Mahmud ishlab chiqargan videolar bor dastlabda. Nimishqa qo'pmaysizlar, ota-onalar sizlar nimishqa ega chiqmaysizlar deb. Shu keyin bizning millatimizga bo'lgan umidim bag'ansidan yuksaldi. Ondan bir mesela guvalık birinler dedim. Kerakli o'rinlar guvalık videolar olsun, materiallar olsun manga özünü aşkarlamay turib. Nurg'un adamlar özünü aşkarlamay turib bergen guvalıkları var. Ularning kerakli joylarga yetkizdim. Albatta, menjusa tashkilotlarning mu boshqalarning mashina qishlarini qilyapti deb o'ylayman. Ammo bu yetarli emas deb o'ylayman. Chunki davlatning sirtida qanchalik Uyg'ur borligini men bilmayman. Ama mesela Abdurrahman Hasan efendim çıkartkan videolar olsun Türkiye'deki, yakmaya karşı Avrupa'daki başkalarının teşvikat ve guvahlık ilişkisi birleşken videolar olsun amvi medyalarda çıkartkan bek az. Bizninki kahraman demdi. Kahraman bu kalışımızdaki bir sebep. Biz bir kanca adam bağlılığımız için kahraman bu kaldık. Emniyet biz kahraman emez. Ve o yüzden kahraman deyip sanamayım. Ben bir addi atanınki, adetki bir oğlu. Ben fakat özümdeki perzentlik burçum, en akıllı vicdani burçum ada kıldım. Bir yerde onu yükseltip, onda kılışımızdan acıt yok. Acıt yüzümüzdeki en akıllı burçumuzni ada kılaylı. Ada kılıp biz bunu halk hareketiga aylandıra alsak, mesela hazır bir tane Xalmurat olsa, bir tane Abdurrahim bolsa, Yevmay qalsa Abdurrahman bolsa, onun dekin mesela 300 tane, 3000 tane, 300 bin tane qiyaqlaydı. Onda buğançalı bizning kuchimiz tarimjiq bo'ldi. Axborotlarning bolsa, mesela 10 netçe o'xshamaydigan mediaga o'zimnikini qildim. Anadan keyin boshqa qarindoshlar qilmiz deb ularga shunga yordamlashib tepishib berdi. Mesela medialarni tunishtirganni deganlarni. Hazır mı nurg'un adamlar biz guvalık bireyli deydik. Nurg'unisi nima qilishini bilmay qoldik. Amaliyotda nima qilishini men deb beramayman, bu yer o'rtaga boshqa qarindoshlar deb beramaydi. Ammo shu narsani bo'lsin, masalan, yangilik yaratib, yakunmay qolsa boshqalar qilganni, masalan, yolg'iz kichik namoyishni Istanbulda qilsa albatta yarashadi. Anqarada qilsa albatta yarashadi. Yakunmay qolsa boshqa yerda qilsa albatta yarashadi.
Yakılmay qalsa, özü biladigan tillarda Uyg'urlarga ait narsalar bersa. Yakılmay qalsa guvohlik videolarni. Masalan, menga nurg'unisi videolarni yakılmay qalsa narsalarni avat degan gibi. Kechiring, buni siz o'zingiz ko'rib kerakligiga kelib bering dedi. Men ma'qul dedim. Jiqis Uyg'urcha berdi. Hatto ba'zida Xitoycha guvohlik berishdan albatta mammomasdan media muxbirlar gapirishgan chog'da Xitoycha gapirish mumkin. Shunga jiqqa bo'ladi. Yüzümün til seviyesine yetişi boyunca İngilizce, bir xil qadam psixiklik jihatdan nim bo'ldi ekan, ammo Xitoycha bilsam berib gapirib qilib Chunki uzoq mezgil Xitoycha gapirmagandan keyin Xitoycha talaffuzim o'zgarib ketgachga, shuni inglizcha qilyapman. Masalan, Osiyo Pasifikga oid xabarlarni ishlaydigan muxbirlarning ko'p qismi Xitoycha biladi ekan. Bizning vatanimiz mustaqil bir davlat bo'lmaganligi uchun Uyg'urlarga ait xabarlarni ishlaydiganlarning ko'p qismi Xitoyga ait xabar ishlaydiganlar. Bularning ko'p qismi ba'zisi boshqa davlatlarda tug'ilib cho'ng'ilgan etnik Xitoylar bo'ldi ekan. Mushlarga guvohlik beringlar degan chog'da nurg'uni satdan menga ba'zida aqaratgan ahvollar bo'ldi. Sen nemishqa bir Xitoyni topdi deb. Men topmadim. Chunki u ishni qiladigan odam Xitoy ekan endi. Hozir ko'rdik ham Uyg'urlarga ait nurg'un maqolalar bo'ldi, yozdi. Men tanıydigan muxbirlarning ko'p qismi Xitoycha biladi endi. Uyg'urlarning ko'p qismi balki inglizcha bilmasligi mumkin. Masalan, Turkiyada va boshqa davlatda yashayotganlarniki. Ammo Xitoycha biladigan bo'lgandan keyin biz bu til degan bir qurol, bundan foydalanib guvohlikni muxbirlarga bersak bo'laverdi. O'zimiz biladigan tillarda o'zimizning hozirgi ahvolini anglatsak bo'ldi. Masalan, Uyg'urcha video ishlab chiqaryapti Abdurahmon Hasan apandim Facebookda rostlayapti. Men nima ko'rsam hammasini asosan ko'raman. Ba'zi odamlar menga telefon qiladi, o'zining ahvolini anlatadi. Men deyman, xalmaratga anglatmang ahvolingizni. Butun dunyoga anglating. Butun boshqa o'zimizning o'zimizning qarindoshlari biz bilamiz bu ahvolni. Ammo ashunga o'xshash guvohlik berganlar qancha ko'p bo'lgan siri bu bizning ovozimiz tag'in yuksaladi. Masalan, xo'r aytganga o'xshaydi. Bir odam aytgan ovoz bilan 100 odam aytgan xo'rninki ta'siri o'xshamaydi. Bana adam yatqan xo'rning ta'siri o'xshamaydi. O'zingizni yolg'iz deb o'ylamang, o'zingizning kuchini az deb o'ylamang. Sizning kuchingiz va bizning kuchimiz hammamizning kuchi qatilgan chog'da biz ashu kiyimini tortib so'rab mang'alaydigan ash odamlar bo'lamiz. Bu vatan, bu millatning davosi xuddi so'rab mang'adan kiyimga o'xshash bo'lsa, biz bir ikki odamning kiyimini so'rab bilolmaymiz. Hozir oldimizda kelayotgan cho'ng do'pim bor. Kiyimimiz o'rilib ketish oldida turadi. Qarindishim, og'amchining hammamiz birlikda shu og'amchini tortib mang'aylik. Bizda adabiyotda Volga daryosidagi kiyim so'ragishlar ham bir rasm bo'ladigan. Shu rasmni ko'z oldingizga keltiring. 2-3 odam bu kiyimini so'rab mang'olmaydi. Bizning millatimiz talash kiyimi. Rahmat, boshqa deydigan gapim yo'q. Allah razı olsun. Mishada qaysi biri topda anlab qoldim, biri peshqadam onamizningki nihoyatda achchiqlab, nihoyatda zardi bilan degan bir gapini eslatib o'tildi. Bu shu ovoz deb qo'ydigan ekan. Va onamizning deyishida chet elda Uyg'urlarning muhojiratdagi tarixi shu qadar uzunkin, ammo mushuning o'xshash xalqaro medialarda bir muxbirimiz yo'q ekan, bu nima deb nihoyatda afsuslanganligini zikr qilibdi. Aqlimizga sapdi, ya'ni yoshi isbetlayotgan yoshlarimizning bu sohada jiddiy xizmatga kirib, shunday Xitoy muxbirlar emas, oldimizga o'zimizning tilni biladigan muxbirlar kelishini talab qilibdi. Ma'budin apandim bu vaqtda qandaq bir nima sababdan bu sohaga Uyg'urlar kirilmadi, kirish shu qadar ta'sirmi bu vaqt bizni paqlamiki? Men Ahmadjon Tolibnoma Xalmuratning so'zidan boshlayman. Bu asvolingizga keyin javob berib, 2 nuqta bor deydi. Mayli. Birisi men bu uchinglarninki yana bir yarim yil yoki 1 yildan keyin uchinglarning nomini xiralashib, yana uchinglar kabi necha yuzlagan Uyg'ur yoshlarini chiqib, sizlarning qahramonlikdan qilishinglarni umid qilaman. Rahmat. Chunki mana ya sizlar qahramon hozir, chunki sizlar tanlanglar, yanglar, kamtarlik qilinglar. Ya men sizlarni ortish maqtagan bo'lar, u emas. Sizlar bir o'rgatdinglar, to'xtatinglar. Men boshqa gap qilaman. Demak, bu millatninki ma kemisini so'raydiganga yaxshi o'qitish bo'ldi. Bu millatning kemisini so'raydiganga yana necha yuzlagan yoshlarimiz va cho'nglarimiz kerak bo'ladi.
Bu g'oyat zo'r kema, bu uning ustiga cho'kayotgan kema bu. Buning uchun u ish siligiga qarshi bo'lmaydi. Uning ustiga sizlar dedinglar, besim his qilyapman, yolg'izlik his qilyapman. Hozir bo'lsizlar nurg'un ishninki bu ishning ipini oldinglar, bu yo'lni qanday qilganligini bildinglar. Ammo bu cho'ng bir qo'shinga muhtoj emas. Endi bu yerda menda bir to'qinish chiqadi bu yerda. Ya'ni shaxsiy qahramonlik bilan yoki individual qahramonlik bilan kollektiv xalq harakatini qilish. Bu qanday qilish kerak zot? Hozirning o'zida kollektiv xalq harakati borligi kammi dedi. Yoki bir qism yerga kelyapsimi, umumiy xalqaro bir shaklda kammayapti. Ammo sizlarning qilgan ishinglar menga psixologiyadagi mandaq bir nuqtani bildirdi-da. Ya'ni psixologiyada mundaq sinoq olib berilgan ekan. Ma'lum bir psixologiya guruhi bilan psixologlar bilan ma'lum bir ilon shirkati ikkisi birlashib insonlarningki mushu shaxslarning hikoyasiga qanday inkas qaytarganligini analiz qiladi ekan-ku. Bular shuning bilan mushu Kongoda och qolgan, yalang'och qolgan, makonsiz qolgan, o'qishsiz qolgan haqiqiy bir bolaning rasmini chiqarib bir e'lon berdi ekan. Ma'lum bir g'arb davlatida. Deydi ekanki, bu bola kabi mush bola hozir o'qishsiz qilyapti, ochsiz, yalang'och, ota-onaning tarbiyasiz, mushlarga yordam qilsanglar, mush bolaning bir kelgusi sizlarning yordaminglar bilan yaratilsa, mush bolaninki kelgusi faqat mush moddiy jihatdagi insonninki kamligi nima moddiylik yordamning kamligidan bo'lyapti. Mush yerda moddiy yordam berilsalar, ma bolda g'oyat zo'r umid va inson parvarliklar uchun ma bolani qutqizinglar deb e'lon chiqardi ekan. Bu e'lon chiqqandan keyin bir kun 24 soat ichida necha 10 hatto 100 minglagan odam qo'llab uningga o'zi beradigan iyonini berdi ekan. Ya'ni shu o'xshash psixologlar bilan shu nima ishkisi chiqib, shu nimaninki alaqa nima e'lon shirkati chiqib, ya'ni shu Kongodagi aşı bolalar o'xshash qismatdagi necha yuzlagan bolalarning rasmini va ismlarini chiqarib, malag'ima yordam bersanglar dedi ekan. Ammo shuning bilan alaqa necha yuz mingga chiqqan qo'llash shiddat bilan tuvallab necha yuzga chiqib qoladi ekan. Demak, bu yerda bunda bir masala bor. Bizningki hozirgi mushu berayotgan qarshiligimizning nimasida shaxslarning hikoyasi g'oyat zo'r qudratga ega. Ta'sirchanligi bor. Ta'sirchanligi intayin kuchli bo'ladi. Chunki u shaxs bo'libmi, bu shaxs xuddi uchunlik o'xshash o'zining oilasining nuqtasidan chiqib, insonningki eng chupki hissiyoti bo'lgan, insonning ota-onasi bo'lgan, ayoliga bo'lgan, bolalariga bo'lgan bu muhabbatni bo'lgan sadoqatini, mas'uliyatini bildirsa va bu muhabbatning egillarininki qanchalik vayron bo'layotganligini dunyoga bildirsa, dunyodagi insoniy his tuyg'usini qo'zg'ata oladi. Chunki Xitoyning vayron qilayotgani insonningki eng chupki, eng ibtidoiy, eng mohiyatlik insonningki shu hissiyotlarini vayron qilyotdi. Buni oddiy misoli biz bilan ota-onamizni bir ig'iz so'zda so'zlatkizmayapti hozir. Shu muhabbatni bog'latqizmayapti. Ash muhabbatga to'xtalib ash muhabbatni vayron qilyapti. Ana shu to'salg'u, shu vayronlik o'zimizning so'zi, bizning yuzimiz, bizningki ashada shu boshqalarning oldida paydo bo'lishimizdan boshlab so'zlansa, buning unumi g'oyat zo'r bo'ldi. Shuning uchun guvohlik berish bo'lsin, yak shakldagi namoyish qilish bo'lsin, qarshilik bildirish shakllari bo'lsin, hammasiningki g'oyat zo'r rol bo'ldi. Hamda Uyg'urlarda bunda bir ot so'zi bor. Tama ko'l bo'lar degan bir so'z bor. Ya'ni Abdurim ilmninki degandek, shu qushninki og'zidagi suvga o'xshashda hamda qancha kichik bo'lsa-mu izchillik, ashiyadagi bir ishonch, ashiyadagi bir mas'uliyat bu intayin muhim bo'ldi. Agar biz mushundaq necha minglagan, necha yuz minglagan Xalmurat kabi, Abdurahmon kabi, Abdurahim kabi yoshlarimiz, o'rta yoshlarimiz, cho'nglarimiz chiqsa, shaxsiy hikoyamizdan chiqsak, bu Xitoymi, G'arb davlatimi inkor qilinmaydigan bir kollektiv xalq harakatininki natijasi bo'ladi. Buni bu yer aytilayotgan hikoyaga, ko'z yoshga hech kim sal qaramaydi. Insonli bo'ladi ekan, sal qaramaydi. Men insoniyatning vijdonining yo'qolib ketganligiga men ishonmayman. Shu vijdon qo'zg'atilishi kerak. Bizning hikoyalarimiz. Ammo shuning bilan bir vaqtda yana shuni his qilamizki, biz xalq harakatiga muhtoj. Cho'ng bir tashkillanishga
bir cho'ng bir plan qilishga, cho'ng bir strategiyaga muhtoj. Buning uchun biz hozir bir hamkorlik mexanizmi o'rnatishga intayin muhtoj bo'lamiz. Agar buni qilmay qolsak, biz shaxsiy harakatlar bilanlar, shaxsiy qarshiliklarda cho'ng ishni qila olmaymiz. Hozir qilish kerak. Hozir intayin muhim paytda, lekin yiroq nuqtada kelib ketgan vaqtida yana biz bir kollektiv bir ramkaga kelmasak bo'lmaydi. Hamda Ahmadjon, sizning savolingizga qisqacha javob. Ziyolilar to'g'risida gapda, bizda muxbirlar yo'q bizda. Bizda hozir muxbirlarning kamligi emas, psixologlarning kamligi g'oyat zo'r bir mas'uliyatidir. Iqtisodshunosning kamligi yoki Uyg'ur iqtisodshunos yo'q bo'lsak bor. Lekin o'tirg'i chiqib nima qilyapti desak, qilayotgan intayin oz. Psixologlar yo'q bo'lsa desak bor, qilayotganlar intayin oz. Uyg'urlarda g'oyat zo'r bir yerda bir bo'shliq, bir yerda bir ehtiyoj bor bu yerda. Yana boshqa nurg'ulg'an qilgan ishlarimiz intayin nurg'un. Ammo ziyolilarimiz, garchi o'zimiz oz bo'lsak-mu, bir ish qilishimiz kerak. Men Abdurim inimizning tanqidini nima qilaman, qo'llayman. Men ziyolilar yig'inlarida cho'ng bir ish qildik, mansak cho'ng ishni qilib o'tmaydi. Hattoki biz guvohlik berishni bir qo'llanmasini tuzamadik. Eng oddiysi, guvohlik berilyotdi. Qanday beramiz? Kimga beramiz? Nimishga beramiz? Guvohlikni nimalarni deymiz? Mush to'g'risida ya tashkilotlarningki, ya ziyolilarningki, o'zininki yoki shaxslarningki hech qanday bir nimasi yo'q. O'tirib chiqargan. Men shuning ichida hech qanday nimamiz yo'q. Gapimiz yomon yo'g'on bizningki, hammamizning yo'g'on qarsak ulug' Sharq Turkistonninki mustaqilligini qo'lga keltirish, buning uchun anda qilib manda to'g'ri, mustaqillik qo'lga keltirish kerak. Ammo hozirgi jonajon ko'z oldimizda bo'layotgan eng muhim ish lager. Lager Uyg'urlarning mavjudligiga g'oyat zo'r xil shakllantiryapti. Buning uchun hamma qo'limizdagi ishlarni qila olishimiz kerakdir. Ammo qilolmayapmiz yoki qilmayapmiz, yoki uni sal qilyapmiz, yoki buni ko'zga ilmayapmiz. Nurg'un kichik ishlar bordi, kichik ishlar bordi. Ammo buning uchun hech qanday bir nima bahona qabul qilinmaydi. Hech qanday bahona qabul qilinmaydi. Men sizlarning fikringizga men asosan qetilaman. Mening so'zim hozirchigida. Alloh razı olsun. Xo'sh, Siz bayaqi guvohlik berish videosiga oid hech qanday narsa ishlanmadi dedingiz-ku. Bu jihatda ishlangan xizmatlar bor. mufassal shaklda emas demak, ya'ni o'lchamli, rasmiy ko'rilyapti. O'tirib chiqayotgan video oldim, nurg'un narsalarni ko'ryapmiz. Jiq xatoliklarni menma anglab, ba'zan tillarim lopuldab ketadi. Alloh, mushu video olgan qarindishimiz mushuni og'zi sazolmamdi. Yoki video olib bo'lgandan keyin bo'lsin, mush yerlarni chiqarib olsamamdi degandek narsalar qaldidan bekchiq o'tdi. Bularmi hozir boshdan yoki mening diqqatim chekkan bir necha mazmun, bir necha ifoda bor. Bu yerda da'vatgan gap hech qanday xatolik o'tkazmaganda, jinoyat o'tkazmagan degandek iboralarni qo'llanadi. Unda o'zi turmadikilar boshqalar jinoyat o'tkazganmi? Unda emas bu yerda. Jinoyat deyilmaydi, bu jinoyat demas, bundan o'xshash iboralarda bek sezgiri bo'lmoq lozim. Agar ikkinchi mesele hozir mushu chet elda turayotganlarning ichida hozirdan boshlab Xitoyga yana o'zininki butun da'vo iqimida hozir bugun qo'zg'algan do'qindan ayrim bir do'qinda yashaydigan kiyimisini boshqa yerga to'g'rilab qo'ygan ifodalaydigan shaklda yumshoq nima qo'llanadiganlama teslimane, ro'yini ifodalaydiganlarmi jiq. Bularga nima qilish lozim? Buning bir o'lchami o'tirib qo'yish lozim. Matn alapanning o'sha gapi bir o'ylanish tegishlik. Sizlarning zaten qilyapsizlar, ammo shu buni ilm ahlilari mukammal shaklda qo'llanma shaklda e'tirof qildigan yo'chiqlarni etib bir narsa qilmoq lozim. O'sha yerda agar so'z bersangiz, dangam. Ben Xalmurat qilishimizdan kelib tursan, uni kesiladi. Ayni vaqtda masalan Turkiyaga borgan chog'dami Abdulla Ayub muallimlar olsun, shular bilan gap qilishgan. Men bu yerda finlandiyalik bir advokat do'stimizniki bergan taklifga asosan Yevropaniki ittifoqqa sundigan materiallar olsun, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga bo'lsin, biz bir turkum materiallarni sundik. Shularnikidan yakunlagan narsamizda masalan video guvohligida 5 narsani qilish kerak deb men video ishlagan. Andan keyin Turkiyada biz o'zini oshkorlab ishlaydiganlar, o'zini oshkorlamay video ishlaydiganlar deb ishki to'likni qanday ishlanib chiqib bo'lmadi. Uni operatorni maxsus kasbiy operatorni tepib qolgan u chiqyapti, xudoyim bo'lsa. Ya buning 5 turlik narsa birinchi kim guvohlik beradi?
Kimga guvohlik berdi? Nima ishga guvohlik berdi? Bu ish qachon, qayerda sodir bo'lgan ish va uningdan keyingi ahvollar qanday deb mush 5 turlik narsani o'ttirib qo'ygan biz. Buningda masalan Xalmurat o'zimniki misol olsam, men Xalmurat Uyg'ur, yoki qolsam Murat Uyg'ur, Finlandiyada yashayman, yurtim Turpandan. Ota-onam masalan opam Guyarxon Temur. 2017-yil apreldan hozir Turpandagi jazo lagerida so'roqliq. Otam 2018-yili yanvardan hozirga qadar Turpandagi bir jazo lageriga so'langan. Onundan keyin ular haqida hech qanday bir uchur og'il bo'lmadi. Ularning o'lik tirikini bilmayman. Yerlik hukumatning odamlari bilan aloqalashib, ulardan hech qanday bir uchurni ololmadi. Hozirgacha bilgan ahvolim bu desak, andan keyin ularning qaysi jazo lageriga so'langanligiga oid narsani masalan Google xaritadan bo'lsin, boshqa narsalardan bo'lsin, uni topqidek bo'lsa tepib, o'zimizning bergan guvohligining orqaga bersak, qo'shsak, masalan, opam balkim Chichan qo'riki jazo lagerida bo'lishi mumkin. Buningki koordinati ma'lum, zamindan tortilgan rasmi ma'lum. Bu munchinchi yil, munchinchi oydan boshlab selangan ekan deb, shundoq. Masalan, men axborotlarga bergan vaqtimda shuni qildim. Wall Street'niki Josh Chen degan Turpanga berib, Turpandagi men ko'kazgan shu koordinatlar bo'yicha bir qancha yerga bordi. Orasida birsiniki haqiqatan jazo lageri ishkanligini aniqlab chiqdi. Buni sizlar Wall Street Journal'niki ayni vaqt e'lon qilgan narsani ko'ra olasizlar. Ashton qilganga o'xshash yuzimizga tegishli topshiriqni tartib bo'yicha ishlab chiqargan vaqtimizda u chog'da u guvohlik qiymatiga ega bo'la oladi ekan. Qayerda bo'linganligi, qachon bo'linganligi, kimga bo'linganligi, sizning guvohlik bergichi bilan bo'lgan munosabatingiz bevosita urug' tuqqanlik munosabati bo'lishi kerak. Masalan, men opam, otam deb oldim. Buningdan bu aniq bo'ladi. Shu gapim o'shagicha bo'lsa, rahmat. Bosh Abdurinjon qo'shimcha qildigan Buni qo'shimcha qildiganda endi guvohlik berishning nimasida hozir o'tgan Abdurahmonlarmi, Xalmuratlarmi, Abdurahmon bilan ko'rishyapti-manda, endi bolalar guvohlik beryapti-da, ba'zi gaplar sizilgandek Ahmad Jabir degandekda, endi hech qanday nimasi yo'q bo'lgandek bo'lib qopti. Mushta narsani bir tushungan bo'lgan bo'lsa, deb hozir nima qildim? Chunki o'zim boshlamagandan keyin haq illak anda qil demayman, lekin meni bir ispaniyalik kelib Qatarda, Gollandiyaga o'tgan qatim kelman degan Janvar berib qoldim. Ya'ni bir qatim Amsterdamda Abdistar bayramlab namoyish o'rin bermadi. Vaqt moslashmay qoldi. 9-yana 15 kilometr Gollandiyaga dedi. O'ninga men bir necha xil tavsiya xarakterasi ko'rsatdik-da o'ninga. Hamish Erkin Osiyo radiosiniki, muxbirlarniki bergan guvohlikni eng o'lchamli bo'lib deb qaradim-da alanikini. Boshqa shaklnikida shu loyiha tuzamda, boshqa shaklda boshlaymiz. O onu ispan tilida, hani biz inglizini kirishni ingliz tilida, onun ayoli Gretsiyaliklarda Grek tilida 3 xil til taqishib o'rishmayapmiz. Ana menki hozirgi tashviqot nimalarni qarasam, bor ruslar ham ingliz tilida o'qimayotgancha ko'pincha shu ruschani qarsak tarjima qilib bir odam o'qisa. Ashta qilib bir necha xil tilda qilib taqatmoqchi bo'ldi ham plan. Shunga buni ham beshdan yana o'zimni boshlayman men. O'zim boshlab shu o'rnak qilib o'tirib chiqqan boshqalar shuni o'rnak olsa hani men kam qapqaga yermasa Xalmurat degan boshqalarni so'rash orqali, bo'z hamdiykamni so'rash orqali ham o'lchamlik bir shaklga bir nimasini tuzib olsak, uning tekstini, ash tekstdan foydalanib, andikan bir aytmasaqchi, yani jazillarni demakchi hamda. Lekin pat yaqinda keladi, Ispaniyadan keladi adina. Akama shanba kuni BBC'ning keladi, Amsterdamning namoyishini ash yer naq maydonda qilamiz dedi. Endi ular shu deymiz Gollandiyadagi bilgan Uyg'urlar mush anglaganlik qilsa, guvohlik beringlar. Hozir qadar e'lon qilgandan yo'q 10 odam chiqmadi hamda 3000 dek Uyg'ur bor Gollandiyadan. Shuning bu odamga bir muxtop qolsa qijildiga ishkancha, shunga ekran oldiganlar, anglaganlar tashqib qo'yinglar. Shanba kuni muxbir keladi. inshaalloh Alloh muvaffaq qilsin. Programni vaqtini biroz kontrol qilish plani bo'lganlik sabab bildim, boshqa mazmunga o'tishga bo'lmaydi. Hayatınki mezmunlardan özümüzge ve etrafımızga bo'lgan ta'sirotlar, bu qitim hareketlerimizdeki ta'sirini biraz tushungan bo'ldik, anglashgan bo'ldik. Endi uchinglar o'zaro masalan bayatın degandek bu ishni boshlashdan oldi keyinida
duch kelgan qiyinchiliklarni o'rtoqlashish, hal qilish masalasida o'zaro fikr almashtirish jarayonlarida bu o'xshamagan uslub bilan ifoda qilingan harakatlaringlarda o'rtaq nuqtalarning borligi, buning nima ekanligi haqida bir narsaga tushunchaga keldinglarmi? Keldik. Xo'sh, avval sizdan anglaydim davos. Bununki o'rtaqlik Xitoyninki rezil jinoyatni fosh qilish. Merkezi hammada bir şey şu. Çünkü Xitoyning rahbarlar o'tirgan yig'inga biz kirmaymiz. Sening matbuot qilgan deyish biz o'rnab tasdiqlaymiz. O shagim kirgizmas mumkin biz. Lekin bizning hozir bu egal izlayotgan muxbirlar xalqaro Xitoyning oldiga buni qo'ya oladi. Bu şartlar tarihi durmuş. Ne yok etken tutulma dünyada sizin davayı kapıldı. Yarışardı bu onlukta yaşayacağımız kazma yani tarihte Xitoyning süs kelgen bir reaksiyon var. Ve Xitoy özü tushunmaydigan bir biz bir öjet var. Misal meni bu da abim gapni oyog'ida men qaralib vaqtimda bir aylıqda natija nima bo'ldi desa kuchdim tut meni bir Facebook'dan Birleşken Devletler Teşkilatı Oxirgi gaplari Birleşken Devletler Teşkilatı'dan başlab yo'qolib ketdi. Uzoq ketdimi? Hozir başlay. Hozirchi. Bo'ldi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın birisi izdida. Kimi Birleşken Ankara'daki şu faaliyetimning jarayonida Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bir xonim mening Facebook'imni qo'shib, uch parcha ingliz xat yozmay, ingliz bilmayman. Onu bir qarinchim tarjim qildim. Tarjim qilsam, o bolam chet elda 5 yil o'qigan bola, oldi chiqmoqlab. O bola yig'lab ketdi. Aka men nomus qildim. Sizdan apo so'rabdan o'g'ir tarjim qilmay yo'llab berdim, menga yig'lab turib turibim oldi keyin. Men nomus qildim dedi. Tayoq yegan odam biz da'vo qilmaydi dedi. Oyadagi bir ayol Abdurahmon men sendan hamkorlashib qolaymiz deb menga. Ben bir şahsi ingliz tilini bilmaydigan, Uyg'urcha boshqa bilmagan bir odam. İngiliz eshitib, uni javob qabul qilib ketdim. Men bu yerga qanday yozma qilay aka? Men nomus qildim. Men mushta Uyg'urlab, o'qib, ziyoli bo'lib, bir o'zimiz dattas turib, gap chiqin chekmay, gaplarining oxiriga yo'qolib ketdi. Detda atib, gapni detda atib ketdi. Mazmunda biz dedi Xitoy Gap yo'q, ovoz yo'qolib ketdi Abdurahmonjon. Boshqa qarindoshlarning Da'atib biz tayoq yegan Uyg'ur turib, biz da'vo qildigan sochini biz sochi bola ko'z yosh qildi. Anglandimi? Ha, anglandim. Hozirchi. Xo'sh, anglandi. Mo'yim gap qoldi. Ovoz bormi yo'qmi? Baba, anglatdimiz. Demak, sochining Uyg'urdagi Xitoyning jinoyat o'ttirib chiqishimiz kerak. Bu jihatda hamkorlashni deb men iltimos sunibdim-da. Enandan keyin men jiddiy kelgandan keyin shaxsiyan izlab buni beryapman izlab. Ba'zida 8 qarinchimni tutib oldi, yana soat 2 qolibdi ekan. Men 2 kim tutibmi degan bo'ldi. Qarinchim 8 oldi, 9 tutibmi debdim-a. Bir ajam taladi ekan, 10 tutib qanday qilma dedi. Ba'zi turmushda qanday qo'ysa men lekin 8-9 yo'qdi demaydi. Anında xalqaro medialarimiz resmen saqlab isbot qilib uchun dunyo qarab turadi bizga hozir. Buni isbot Xitoyni oldi qo'ydi. Xitoy buni qo'ygan oldi qilishdan xalqaro rahbar bizga kelgan chog'da bu birasninki bu fikrni oldi elib qo'yib qolsin, qo'ydi Xitoy deb tushuntirdim hamda. Bakın ahırda manim kılım ki malı jamalqa guvalıqını beşetini elvatma izlep beriplerge dair yakınlar mecbur qilgandek. Birinci men o'zim tuzgan programma o'zingizni kimlik bilan tanishtiring. İkinci
Tel çık sebebimiz. Çünkü tutkularımızdan görüşemeye karşılaştılar. Hürmeti var. Bilmesek bilmeymen de tutkuların ismini de bittim. Yanındaki ahırda halklar kurgallar az kurganız kurganızmı ya gündeki kandak. Şunu demnim kutluyorum. Boşmak elip pervatma. Anki bazı itaat yolda koyadı da. Kaldıkken şunda bazımı azık izdavatkan soççu izdavatkan bağlılık için muhbirlar. Kalma aş videonu 10'dik muhbir var. Kanada'dan 4, 3, Angliyaның üçü var. Aşçılık ayımız Uygur videonu yollayma. Ama bidayı kanıtlaştırmamız anlatmışlar. Bir günde ya 3 günde cevap verip tercüme etsem aklıma şu an 8 saat içinde görüp cevap kıladı da. Abdurrahman bu adamlarını biz ziyaret etsek kabul kılamdı. Dep bulab BBC'nin ayetiz. Taksir man cevap verdi da. Hatta bazılarının tribunamını deprivatıma, adresi deprivatıma demek bular hazırlık takazalan kutladı da. Lekin bizning shaxslar, aqlaydigan gapimiz yo'q, bizning rahbarlar cho'qim Xitoylar kelishgan yakun xalq tashkillash kerak. Tashkilotlarni tuzilish kerak. Xitoy bu yo'lda bizni bostirib olsa, biz boshqa yo'lda tengi qo'yamiz. Xitoy chig'ir yo'l kelsa, chig'ir yo'l, temir yo'l kelsa, temir yo'l. Shu yo'lda kuchimizni yetish olib qo'ysak. Ya'ni robro kelishimiz kerakmi? Oldin chiqishimiz kerak. kerak. Bu tarixda bunday urushmoq emas. Men qurib olsam, qaysi yo'l kelsa, yo'l oldin chiqamiz. Bu raqib boshqa yo'l bo'lmasa, biz halqi tashkilot adam do'layman, adam yig'imi yo kambag'alni boqaman deb yursak, bu vatanni xalq muhim, eng birinchi nuqta vatanni xalq bo'lish kerak. Ya'ni ochiq qilishim muhim emas. Yo'ldoshim yo'q. Bu vaqtda umumiy yuzda rahbarlar qatorida tashkil qilib o'zimizdan boshlab cho'qim istalgan tuqqanlar Xitoy tutdi. Yoki Xitoydan adolat kutam to'qsa, adolat qilgan jimsan deydigan adolat yo'q Xitoyda. Xitoyning ishini uzun yil diplomatiya nimasilar qildim, harakat qildim. Fursat topsalar, men ishni ko'zgamaydi. Vaqtda bir tazlar rahbarlar va men nurg'un adam gapirgan nimasi tashviq qilsangiz, o'lmali qilmaydi. Telefon qaram bu o'lmalining ta'limimisin. O'zingning ota-onang ish emas, bu hayvon qo'y emas, bu davası ulan aydın kendirmenim. Şimdi şunda vazife. Beni izlemeden soraydı. Demek ustazlık kılmaydı o. Doktorluk kılmaydı. Ben doktorun kendirmem. Doktorun bazı tömeşlik doktor. Bazı yavaşlık doktor. Bazı matematik doktor. Bu da kesmet doktor. Düşmeme erişim. Ismıqlar qarab, bunu onda qarsandan vicdan var. Fazla çoğun bizden rahbarlar şu sağlama gibi ben gibi son şıksızlık koygan bolsam Allah razı olsun. Başka kardeşimizden toluqladığını var mı? Ha. Sorayım. Hoş, Xalmurat gap qilsizlar. Mening to'liqlaydiganim bizning o'rtaqligimiz, biz mujmal bo'lgan yoki bo'lmasa mavhum bo'lgan bir narsani insonlashtirdik deb o'ylayman. Bu burundan boshqalar muvaffaqiyatli holda qo'llanayotgan taktikalarning birisi. Masalan, boyi Mamtili Alapandim deganga o'xshash Afrikalikdan misoli. Anki bu yerda yana bir to'liqlab qo'ymoqchi bo'lgan narsam, hozir media axborot deymiz, axborot urushi deyapmiz. Bizningki qurol tankimiz yo'q, bizningki armiyamiz yo'q, bizning iqtisodimiz yo'q. Ammo kameraning yoqmay qolsa gazetning ustiga chiqqan chog'da bir shaxs bir davlat bilan qarshilasha oladi. Ham o'xshash bir saviyada turib qarshilasha oladi. Bunda bu bizga nisbatan bek muhim. Şuna biz bu axborot, yani media urushidan yaxshi foydalansak bo'ldi hozir. Hozir dunyoning nazari Uyg'urlarga yoqmay qolsa Sharq Turkistonga tushayotgan vaqtda bundan kech kunduz uxlamay foydalansak arziydigan ish. Masalan, muxbirlar bilan aloqalashib, u bir odamning ishi emas. Masalan, Amerikadan Tayrimin efendim bo'lsin, ular shunday yaxshi ishlarni qilyapti. Bizning media guruhimiz bor. Media guruhimizda o'xshamaydigan narsa bilan aloqalashayapti. Anki bu Twitter,
Facebook qatarlıq ommaviy media qurallarından biz yaxshi foydalansak bo'ladi. O'zimiz biladigan tillarda halqa hashtag deydigan narsa bor. Yoki qolsa hammamiz o'rtaq bir hashtagni qilsak. Masalan, men o'zimning qilgan ikki hashtag bor. Birinchi hashtag Free My Parents degan mening ota-onamni qo'yib. İkinchisi Freedom for the Uyghurs. Yalnız Freedom for Uyghur'da. Bunu qilgandan keyin, masalan, Twitter'da bo'lsin, Facebook'da bo'lsin, har qanday bir adam shuni chorlasa, Uyg'ur degan gapni chorlasa yoki maqsad shuni g'oyat gapni chorlasa, mening ota-onamning qo'yib chiqadi. Uyg'urlarninki yig'ib olish lagerlari g'oyat gaplarni chiqadi. Biz mushtonda foydalanib, hatto Uyg'urcha bir narsa chiqargan bo'lsak-mu, inglizcha hashtag qilishni odat qilsak. Hashtagni nima deb tushunamiz Uyg'urcha? Hashtag ma'lum. Quduq deydi o, Xitoylar Chin deydi, ashunga o'xshash marka. Bundaq. Nima? Hashtagdan foydalanish, masalan, ayni vaqtdagi Misrdagi bu Facebookning iqtidorimi bu? Ha. Ayni vaqtda Arab bahorini boshlagan vaqtdami, shu Arab bahorida qilganlar hashtagdan foydalanib, bir davlatni yiqitib bergidek kuchga ega bir ishni qilgan edi. Xitoyning shundoq bir kuchdan eng qo'rqqanligi uchun hozirgacha xalqaro to'g'riga emas, balki tomning ichida xuddi avtobusdan tortib sipilsab odatlangan ekan bular. Hozirmi shundoq bir sipilning ichiga kirib bunu biz xalqaro boshqalarga hashtag orqali o'zimizning masalasini anglatsak deb buni o'ylayman. Anki hozir zehnim ozroq chechilib ketib qoldi. Demakchi bo'ldim, axborot bo'lishida cho'ng medialar hozir fursatda foydalanib, cho'ng medialarning diqqatini o'zimizga texim jalb qilsak, uningdan keyin shu o'zimiz har qanday bir odam uyida o'tirib qila oladigan hashtag qilib sosyal media deymiz, sosyal medialarga o'zimizning narsasini keng ko'lam taqatsak, masalan, chet elda 500 ming Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, 500 ming Uyg'ur kunda birdan ishgacha qilsa 1 million hashtagni birdan qilib qo'yamiz. Hammamiz o'rtaq o'xshash qilsak, boyi Mehbinalar efendim degan o'xshash tashkillanish, albatta tashkillanish bundaq jihatdami tashkillangan bo'ladi demoqchi masalan. Xuddi biz chechimizni hammamiz o'xshash tushirayotganga o'xshash, hammamiz Free My Parents, yoki qolsa Freedom for Uyghur, yoki qolsa Freedom for East Turkestan, yoki qolsa Close the Camp. Ashtonga o'xshash narsalarni hashtag qilib qilsa, kunda choplagan narsamizning hammasiga uni qilsak, bu nimaniki diqqatiga tushadi. Masalan, Google olsun, boshqa chaladigan narsa olsun. O chiqqandan keyin kamp degan bir narsa olsa, ha, bunda bitta Uyg'urlarning narsasi asta chiqishga boshlaydi. Bu texnikalardan foydalansak yaxshi. Anki nurg'un Facebook bo'lsin va yoki boshqa yerlarda bo'lsin, yolg'on xabarlarni taqdirlar jiqlab ketdi. Yolg'on xabarlarni masalan bundan burun o'tib ketgan boshqa ishlarni hozir bo'layotgan ishda. Chunki hozir odatdagi odammi oshini chorlab topalaydi. Masalan, oddisi Google'ningmi reverse image search'dan da shunday bir narsa bormi, rasmni qaytib rasmni qo'ysiz, qo'ygandan keyin xuddi siz bir so'zni chorlaganga o'xshash rasmni chorlay olasiz. Rasmni chorlab oqtirgandan keyin bu rasm internetga qachon, qayerda birinchi qatim bo'lganligi chiqarilganligini bildi. Shuni men nurg'un rasmlarni isbot qatorida ishlatish uchun original rasm bo'lsa, jiq tekshirib ketdim. Qarasam, jiqsi yolg'on rasm ekan. Onu işletmegenimiz yaxshi. O'zimizniki ishonchisidan qolib qoladi. Masalan, men nurg'un narsa, o'zimdan Facebook'ga chiqargan vaqtida oldi bilan bir tekshirib etman kelgan manbasiga. Agar shunday qilsak, yolg'ondan saqlansak, o'xshash hashtagni ishlatish qilsak, chet eldagi Uyg'urlar, mayli Uyg'urcha narsa bilan inglizcha bir qancha hashtagni tanlab olsak. Shularni qilib qo'ysangiz, masalan, mening Facebook'imga kirsiz bayqaysiz, alqay yeshil yenib turadigan narsalar. Onu bassanız aşkın o'xshash ayet narsalar hammasi chiqadi. Shularni qilgan vaqtimizda bu xalq harakati albatta bu internet yuzidami bo'lishga boshlaydi. Bu shunday oddiy texnikalardan foydalanib umumlashsak yaxshi deb o'ylayman. Gapim tugadi, rahmat. Allah razı olsun. Söhbetin davamı o'tkicha qarindoshlarımızdan birisining bir favqulodda bir savol chiqib qoldi.
Bunu taşıttılar. Ondan ahırga o'tdilar nimaning programmani. Bir qanchamiz so'rabdi, mening qarindoshlarımni asosan tutib, solab bo'ldi. Turma yoki lagerga. Lekin 37 yoshlarga kirib qolgan bir hadam bordi. AIDS kesilib qolgan dedi. Xitoylar buni tutmabdi. Bu Xitoyninki turma yoki lagerlarga biologik tajriba qilayotganligiga isbot bo'lamdi qandaq? Bu vaqt ko'z qarash qandaq? Mamnun alapandan javob berib passa debdi. Bu birsi endi şu savol so'rovchininki shaxsiy savol ekan, unda nihoyatda bir nozik bir savol. Bu uning bilan bek ilgirlab so'zlashni xohlamayman. Ammo u lagerlarning ichida biologiyalik tajribalarning bo'layotganligi to'g'risidagi gaplar bo'linyotidi, lekin buningga cho'qim bir isbot yo'q. Ammo meningki bizningki nimada Sidneyda 16-yilda shu ichki Xitoyninki ichki a'zolar savdosi to'g'risidagi bir qarshilik hareketining bir yig'ini bo'lmoqchi. Shu yig'inninki uyushtiruvchilar mening paranglashganimda bular 2-3 mutaxassis bilan orasida bularning deganida Uyg'urlarninki DNA'ninki avrishkisi elish bilan biologik tajriba qilishlikka zich munosabati bor degan gapni men tunji qatam angladim bu nimadan-chi bulardan. Gerçi bu ularninki u vatan ishida berib qilgan tadqiqotning natijasi emas bu. Lekin buni qiyos qilg'ili bo'ladi. Demak, Xitoyninki shu DNAni keng ko'lamda elish bilan Uyg'urlarninki masalan ichki a'zo savdosidan bog'lanishi va shuning bilan bir vaqtda biologik ya ximiyalik ya boshqa meditsina qatorliq tadqiqotlarning hammasida buni ishlatadi. Shuning uchun endi mushu qarindishimizning so'rgan savolida to'g'ri shuni nimada bir lagerda bunday narsa bo'lyapti deb qarayman. Endi u hadisninki turmaga ilinmaganligi, AIDS kasali bo'lganligi meningcha bu endi buni qiyin buni bir demakda nima uchun Xitoyning anda qilganligi. Albatta buni bilan bog'liqlik bo'ladi, lekin logikalik bog'lanish meningcha toza meningcha nima bo'lmaydi deb qarayman. Toza kuch chiqmaydi buni ko'tarib chiqsaq demakchi. Ilm nuqtasi ilib etgan vaqtida. Ham o'zimizningki gapininki qoyil qilish kuchini nuqtasi ilib etgan vaqtda toza qoyil qilma. Agar bundaq ishdan necha uni bayqagan bo'lsa, bu guvohliklar orqali bizga bilingan bo'lsa, buni biz nuqta ustida o'tirib qo'ya olmaydik. Agar bu faqat birli ish qilgan vaqtda buni biz umumlashtirib deyolmaymiz buni. Ammo bu biz diqqatimizni qo'zg'aydigan bir masala ekan bu. Buningki mush nuqtadagi uchurlarga diqqat qilsak bo'ladi. Bir material ekan bu. Ha, mening gapim shu. Ko'pgina ya'ni jug'lagan chog'da anandan keyin ma'lum narsa shakllanadi. Allah razı olsun. Abiyatinki söhbetning kelgan yerdan davom qilsak, ya'ni Xalmurat qarindishimizning bayatinki mazmunlarda boshqa vatandoshlarga nima qilish haqidagi tavsiyalarini biroz qo'shgan bo'ldi. Men buni biroz savol shaklida taxmi nima qilay, jumlayli. Ya'ni agar bugun sizlarning qo'linglarda bir tashkilot bo'lsa, orqanglarda nurg'un insonlar bo'lsa, mayli u ziyoli bo'lsin, doktor bo'lsin va yoki boy bo'lsin va yoki siz bir shirkatning boshlig'i bo'linglar, xulosanglar bir nima bo'lsin, ish xizmatchilaringlar bo'lsin va yoki bir parlament a'zolaring bo'linglar, misolan hamda. Yani her qaysi sohada ta'sir ko'rsatadigan bir to'plamning beshi yoki bir gardini bo'lgan ahvol ostida yoki shunday bir imkonlar qo'lingizga o'tib qolib qolsa, sizlar bugun to'plagan tajribalaringlardan, ko'rgan his tuyg'ularinglardan sizlar nima ishlarni qila olishim mumkin deb o'ylanib bakkan bo'lsanglar, mush masalani o'rtoqlashib bakkan bo'lsak. Chunki mush saviyada turayotgan qarindoshlar uchun bir balkim uchrab qolar. Abdurrahim'den anlayla ama biraz uflatı Mandaça bu sizler sorgan soru bir mürekkep soru bu. Ya mesela sizler Uygur Akademisi'nden başlık olanlar veya ki Mağrib Cemiyeti'nden başlık olanlar. Mesela mesela aşağı adli bir soru bu. Bir teşkilattan başlık olanlar ki kol altında ona adımlar olsun, tersiranlı olsun. Nimiş kılarlar, nimiş kılattanlar. Adı şahsi bir şeyler bir iş kılat sizde. Ben hazır mesela değil. İşte çoğurak bir şirket namı jasap kolay deyip kolay mesela yani bakıp koysan. Ben hazır çıkan abet bal degandek bütün derse Xitoyning hazap. Bizning hammamiz nishonimiz birdan Xitoyning jazolarga taqash. Men sharqdan ozod qilman, mustaqil davlat quraman, optimistik bu deb bekkalikka g'oyibi nima demas, sen amaliy reallikni qarab, avval Xitoy jazolarga taqtish bir bizlarni quldik qilgan narsa qilman deb chiqyapman-da bu narsaga. Bo'lgandan keyin nima işte
Kulağını kep kalsa birinci olap kıldığı şey benimki o'xshash bir kunda o'xshash bilan bütün ish xizmatchilarimga quloq keladi. Hammadan birga o'xshash bir xil mayka yedirish orqali masalada Xitoy jazolarga taqolsin degan shaklda xalqni diqqatini tortadigan mana bir apparat vasitasi chiqildi bu narsaga. Mushta bir faoliyat uyushtiryaptim men. Buni hech qanday nima ketmaydi bunikini. Hammadan 10 kunlik patal maykadan birini kiyib olsa, o'tganim chiqardim dedik. Hozir hech kim qilmaydi, lekin men o'zim kiyib yurmayman maykamda. Ikkisi bor, almashtib deganda. Hali shartli jazolarga taqolsin. Buni kiyib olib qolsa, shirkat taqib qolsa, hammadan kiyib olsa bular deysiz Uyg'urga mustaqillik, yo'q Uyg'urga erkinlik degandek hamda. En oddiy hech kim qilamiz bu yakka oldiki bir qarashlik bildirish nemasi ham bu narsanikida. Yani ondan başka yukarı tarafına oylasak hem de emniyet ahvalı qarab bergan gap, lekin en oddiy hech nim qilamadim degasa bu shu qilinish kerak adamniki. Mana deyman. Bosh qarindoshlarning mush vaqtda takliflari, tavsiyalari bo'lsa anglayli. Sualınız ne? Savol shu. Agar sizlar hozir bir shaxs bo'lasiz, bilan qilgan ishinglar bu. Men Agar bir kollektiv bo'lgan bo'lsangiz qanday qilasiz? Eğer ben bo'lsam xizmat taqsimlaydim. Misal oshkor qilgan diplomatiya, misal boshqalar Xitoy misal qaysi xil Uyg'urlar qaysi xil shaklda suiqasd qilgan bo'lsa, shu yo'lda Xitoy bilan elishish. Demak, buningki ba'zini bunday namoyish qilib qolsa, umumiy yuzi qilmas. Boshqa odat vaqtlarda har bir tashkilotga ishlayotgan xizmatchilarga taqsimlab diplomatiya bir masala bo'lsa, yana birlariga zulüm baş kıldıgan bu sahada yoşurun hizmet çok ama teşkilat bağlandaki mesela devletin abim dedim siyasi yönelişleri mağdan gelirken düşündüm. Yoşurun ma şahsdan aile ballarımızı çıkıp yaşamında bir yoşurun cihatı bu karakım teşkilat bazı kişilerine kalıp köpeyteş benim karşı durgan adamlık hatta oynayıp çok mümkün ben işlesem çok okuyan ulan siyasi hukuklar iyi olan adamlar teşkilat olsa yani çıkmışlar bir şekilde çıktıkta siyasi dava Qancha sizning ovozning beshi yaxshi boshlanib, oyoq kelganda may yetmagandek bir avval ulatdi dechaynab. Bu nereden ulatqandı bu hozircha? Sizlardan tang kuchab kutadicha tulpillari. Uzurrak yapqislar qana. Tabii yaqin kelib olgan hozircha. Ha, deysizlar qana. Bir o'qigan çoğun siyasi yuqur bo'lgan odamlarning tashkilot tashkilot. Demak xizmat taqsimlansa, onun ijobiy unumi har bir kasbga xizmat bo'lib bergandan keyin yuqur olib qarayman. Undan keyin siyosiy da'vo qanchaqda mayli shaxsiy zulmimizni oldik, mayli siyosiy vatandagi xalqning taqdiri to'g'risida bir da'vo bo'lsa, rahbarning oldiga cho'qim bu vaqtda siyosiy da'voni iqtisodiy da'voga almashtirmas bo'ladi. Chunki Xitoyda shundoq her qanday davlatlar oldiga chiqqan chog'da biz so'g'an narsani bizni ko'nglimizni xush qilib bilan yo bishchapan yo ijara o'ydim bizim berib yo yeydigan yo pullar bilan yo'l seldigan siyosatchilarda. Ko'nglimizda qo'yash. Cho'qim bunda bizning tarixiy jihatda qarzaq bo'lish kerak. Atadan oldiga kirgandan keyin o'zimizning obro'ni qo'llab qoldi. Misol men 3 qatim telefon qilib sen shaxsiy ehtiyojim istadim. Men shaxsiy ehtiyojim yo'q. Degiligimda. Etrafımı kemqalıp koysam, demek aylıqsa mening bergan xat materialim javob to'qim bu yerda bir siyosiy bir javobni iqtisodiy da'vo qilmasa bu vaqtda Allah razı olsun. Gapni shu to'liqlab qolgan o'zimiz mazmun jihatdan hazm qilib tushunib olgan bo'ldik. To'liq anlayolmay qolyapmiz lekin gaplarni. Mevcut ala efendim hem de şu qarindoshlarımızın hakkındaki program planlangandan tartib bularning hareketlerine nispeten bir ijobiy qarash bilan nəhayət bir söyüngenlikki chiqib turdi da.
bir teşkilatning boshliq bo'lish süptüden muş şəxslərinin qıqaşığı əvəz qılğan bir nöqtəyə gəlib qaldı. Ama qardaşlarımız dedi ki, ben başliq olğan bolsam başqa bir iş qılatdım dedi. Bu ikisinin ortasında bir farq şəkilləndi. Sizə qanday düşüncə verirlər? Ben cevap verip alayım mı başta? Ha, qısım bam bilan haqqa qısım. Ben battım ya. Ha. Sizin sualınız Uygur teşkilatları çekilendi. Yo'q. Kim bu? Belki mening asl savol bu savoldan muddao o'zi shu muqomda turayotgan sohadagi insonlarga sizning kallangizdan bir chiroq berish. Mesela ben bir narsani real o'ylaymanchi. Mayli dunyo Uygur kulturi olsun, yakımay qassa, ma'rif cemiyeti olsun, başka cemiyetler olsun. Ben o cemiyetlerin işki ahvalini, mexanizmini eşitmesini düşünmeymen. Bu xuddi sizge ayak bir aeroplan var, siz bolsanız onu qanday qayda etdiniz dese, "Voy men xort silib qayda etdim" deb javob berganga o'xshash ish bo'ldi. Uning murakkab narsa bo'ldi, havo klimat bilan munosabatli bo'ldi. Nurg'un narsa bo'ldi ekan. Men uni bilmaganligim uchun men o'zim ularımızın yaxşı qıvatı deb o'ylayman. Ama ahvolni nereden nega uchun uqmayman. Hech kimni aybligim yo'q. Chunki bilmay turib, bilmagan odamning u bilmagan narsa haqida hukm chiqarish huquqi bo'lmaydi. Bu u chog'da nohaqchilik, adolatsizlik bo'ladi deb o'ylayman. Shu men falan tashkilotning nima bo'lsa, bunda qilardim, bunda qilardim demayman. Ammo masalan, menda shundoq bir iqtisod bo'lgan bo'lsa, masalan 1 milyon, 2 milyon, hatta 100 milyon. Aşında bir iqtisod olmaz, men qanday qilatdim desa, Uyg'urlarninki ingliz tilida chiqadigan oddiy bo'lsa-mu, shundoq bir axborot agentligidan birini ta'sis qilgan bo'ladi va buningga inglizcha yozadigan Uyg'ur qarindoshlaridan jiq emas. 5 dan 10 gacha odamni qalam haqqi berib işiltəyiləydiğən IT qrupusu quratdım. IT qrupusu deganimiz çünki torbət qısaq bunu. Torbətdə nurgun hücumlar kep durdu, yoki torbətni boshqarib yanılab turadigan ish bo'ladi. Shuni boshqaradigan. Andan keyin uni boshqaruvchilardan bo'lsa bir qancha odam qilib, rasmiy shundoq agentlikdan birini ta'sis qilib, nurgun ixtiyor muxbirlar ular bo'lsa, ular xabarlar bilan ta'minlab qilsa, Uyg'urlarga oid xabarlar bilan, mayli O'rta Osiyodan bo'lsin, belki başka yerden olsun. Şularga qalam haqqı, ish haqqı berib oshning ishiltatdim. Chunki bay degan gapga qaytib kelsak, biz faqat media urushida Xitoy bilan o'xshash bir saviyada turib qarim-qarshi kela olamiz. Bu shuningga ham benim qisaq bo'ladi deb o'ylayman. Shunga men boshqa diplomatik jihatlardan va boshqa jihatlardan o'zim bilmaydigan narsadan unda qisaq yaxshi, bunda qisaq yaxshi diyemeymen. Meyli bizdeki milli rehberlerimiz hazırga qandaq işlarni qilib kelayotgan bo'lsin, men hammasini qo'llayman. Hammasining qilgan ishini to'g'ri deb o'ylayman. Chunki men u ishning ichiga kirib, nereden nega ishligini bilmadim. Mence olsa shu rehberlerimizni ayiblayotganlarning nurg'unisi balki uning ichiga kirib, ishning nereden nega ishligini bilmagan bo'lishi mumkin. Bilgandan keyin to'xta, bu isboti meyadan meyagacha mundaq deb ayiblagan bo'lsak yaxshi bo'ladi. Muşunu demekçi enki hazırkı mesele kimni qo'llash yoki qarshi kimning to'g'ri xatolik meselesi emas. Men bir ishlagan videomni shundoq degan edim. Hozirgi vaziyat shundoq vaziyatki men hatto opamni o'ldirgan qotillarni millatim uchun hozir birlasha olmayman. Shundoq bir vaziyatda. Gapim tugadi, rahmat. Allah razı olsun. Endi Matnala efendining gapini olsak. Men keldimda Kechirim gapingizni berib oldim baya. Menimcha endi biz shu xalqaro shu lagerlarni taqash harakatini men bir shunga nisbatan moslashish elib turgan bir guruhninki bo'lishini umid qilaman. Endi shunga keldik. Bu yomon cho'ng strategik plan tuzamizak, kundulik ishlarni, bütün xabarlarni yig'ish, shu guvohlikda o'tgan bütün narsalarni arxivlarini to'plash, faoliyatlarni o'rlashtirish, medialarla aloqalashish qatorliq nurg'un ishlar. Gerçi bu endi hozir yakka shaxslarning qilayotgan ishlari bor, uni meni versa, amma buni ozroq bir moslashtirish, xalqaro bir koordinatsion bir shaklga ekilishni nim qilaman. Endi bu yerdagi muhim bir narsa, bu yerda shu
nima? Birisi media bilan aloqalashish, media davomliq nima qilish, ikkinchisi namoyish va shu qarshiliklarni o'rlashtirish, uchinchisi shu nima lager to'g'risida butkul uchurlarni yig'ish. Endi bu uchurlarni yig'ish masalasiga kelayman. Hozir buni qilayotganlarmi bor ekan. U yerda qilayotganini men bildim. U bolalar hozir ba'zilari menga to'rbatlarini avatib buni ko'rib turgan deganim bo'ldi. Endi hozir Xitoy bilan bu Abdurahmon inimizning bir gapini men deb qo'llayman. Xitoy dal qilayotgan yoki yo'qotmoqchi bo'lganning hammasini biz butun kuchimizdan g'aljirlik bilan saqlab qolishimiz kerak. Hozir Xitoy nimani yo'qotadi desa, bizning aslimizni yo'qotadi. Ya'ni turmadagilarning izdirkini yo'qotadi. O'ltirib hattoki biz buni bilyapmizki, hozir masalan jasadni ko'ydirish o'rinlari Xitoy ko'payapti. Hozir bu dal natsistlarning ikki dunyo urush apagan shu nimani jinoyat izini yo'qotishdagi bir usuli. Ya'ni boshqa kimiyalik yoki biologik usullarni yo'qotayotgan bo'lishi mumkin. Endi Xitoy buni yo'qotmaydi-ki, agar biz buningki aslimizni qoldirib, Sharq Turkistonda turayotgan, Sharq Turkistonning sirtida turayotgan har bir Uyg'ur o'zining oilasi to'g'risidagi barliq tarixni yezib qoldirib, ashuni bir ko'lanlashgan shaklda saqlab qolsak, aslimi qolib qoladi. Xitoy bizning aslimizni yo'qotish orqali, chunki aslimi degan bir odamning kimligidagi muhim bir narsa bo'lgandek, bir kollektiv bir millatningki kollektiv kimligida intayin muhim narsa. Xitoyning yo'qotmoqchi bo'lgani bizning aslimizni yo'qotish orqali bizning kimligimizni yo'qotmoqchi. Shuning uchun biz aslimizga butun kuchimizla eslashimiz kerak. Uni butun kuchimizla saqlab qolishimiz kerak. Ham uni butun kuchimiz bilan ko'lanlashtirib, keyingi avlodlarga, hozir bo'lsa mediaga, hukumat organlariga va keyingi avlodlarimizga berishimiz kerakda. Bu jihatda elib o'tgan vaqtida men har bir Sharq Turkistonlikninki o'zininki oila shajarasi to'g'risida bir xotir qoldirib qo'yishini, bu xotirlarninki sistemli shaklda yig'ilib, eng oxirisi bir yerga yig'ilib. Chunki biz kelgusida bu qatliam, bu to'g'risida biz bir xotir munorlarini silishimiz kerak. Buning uchun biz nurg'unlagan xotirlash faoliyati, xuddi yavdlarga o'xshash kinolar ishlanish kerak, asarlar yozish kerak, naqshlar, operalar ishlanish kerak. Bularning hammasi uchun bizning aslimizningki bo'lishi, bu aslimni saqlanib qolish intayin muhim. Agar biz Uyg'ur millati bir millat sifatida kelgusida davomlashimiz deyotganmiz, o'tmishimizni unutmasligimiz, hozir bo'layotgan qirg'inchilikning hammani amalimizning baricha yig'ib guvohlik bersak, badoq bo'lmasa uni cho'qim yezib qoldirishimiz kerak. Bo'lmasa aslimiz yo'qolsa, bizningki kimligimiz yo'qoladi. Kimligimiz yo'qolsa, men millatning mavjudligi yo'qoladi. Mening gapim tugadi. Allah razı olsun. Söhbetme bir yak berip qoptu. Köyrüatkan qarindaşlarımızdan birisi bir hediye evetipti de. Ben Nahmedan'a başka şekilde katışamadım. Ama bir narsa hediye olsun depti. Bir tuxun misal ağam bir sözken töş okuyalan qarindaşlar okuyalaydı elbette. Uygurca manası da det bir tuxumga o'xshaydi. İçinden partlasa hayatlık çıkıdı. Teşidin parçalansa bunun ichidagi hayatlık ölüdü degan gapken. Bu aqliy jihatdan reallik isbotlangan bir narsaken. Buni bir programmamizning oxirgi hadisi olsun bütün qarindoshlarga, ko'rib o'tgan qarindoshlarga. Programning oxirida bir e'lon qistirib qo'ysak qanday deysiz? Bo'ladi. Erkinlik karvoniga ait ishingizga qilib bergan bo'lsangiz. Uni men deymay, eng yaxshisi sizdan. Bu yerga men nimalarni biroz ko'rsatib qo'ydim. Erkinlik karvoni haqida oldin qatimliq sizlar o'tkazgan suhbatda bu gapda biroz deyildi. Bugungi suhbatning fursatida endi yana bir qatim desak ortiq ketmaydi. Ekranga men chiqarib qo'yay. Şu kana. Hoş. Yevropadagi yoshlarninki tashkil ishida biz 19-sentyabr Finlandiyadan boshlanadigan erkinlik karvonini boshlab qo'yamiz. Uningda men Finlandiyadan yolg'iz yo'lga chiqaman. Andan keyin Shvetsiyaga boramiz. Bu yerda oyoqda kun tartiblari ko'rilyotadi. 20-sayyoqqa yetib boraman. Namoyish 21-sayyoqda berildi. Undan keyin Oslo,
22 ıslah yetip basak, 23 ıslah Oslo'da namayiş oldu. 24 ıslah Berlin'e yetip barımız. Benim bilişimce Abdurrahim kardeşimizin 24 ıslah Berlin'e bardı. 25 sentabr u yerda namayiş oldu. Onun için Amsterdam'da namayiş devam kıldı 27 ıslah. Andın Paris'da 29 ıslah namayişini kıpıgandan keyin en ahırda yana Xitayning davlat bayrami kuni bo'lgan 1-oktyabr kuni Bryusselda namoyish etib boramiz. Shuning bilan bizning bu navbatdagi erkinlik karvon faoliyatimiz oyoqlashgan bo'ladi. Har qaysi davlatlarda biz shu davlatda yashayotgan qarindoshlarningki o'rinlashtirishda namoyishlar olib berildi va shu namoyishlarda tashviq varaqlari taqtildi. Ular shu yerning yerlik tillarida shu yerdagi odamlarga anlatıdı. Ben üzəminin seviyesine yetişəcə İngiliz dildə yoki başqa dillərdə onu anlatışqa tirişimə. Asaslı məqsədimiz hazır bu atqan şu yığveliş lageriga ait uçurlarını şu dövlətlərin ötkən həmməsini bildiriş və 1-oktyabr günü Brüssel'ə berib bu yerdə şu Avropa yaşları birləşib 13 kölümü çoğ olmuşmu bir kölemde namoyish edip berishni oyuldu. Buningdagi maqsad, buningki cho'ng ahamiyatining birisi bizningki millatimizning yoshlariningki millatdan beshiga zulm kelgan vaqtda tog'davollardan eshib o'xshamaydigan davlatlarda, o'xshamaydigan sharoitda yashayotgan bo'lsaqmi birlik kelib, sistemli qoldi bir ish qila oladigan signalimizni berish va xalqimizga yoshlarda umid bor degan bir umidni uyg'otish va yüzümüz qildigan hamda tunji ishlarning birisi bu. Biz Yevropadagi, Amerika, Kanadadagi bolalar birlashib bu navbatdagi faoliyatni asosiy Yevropadagi yoshlar olib boramiz. Shu bu yerda shu faoliyatni uyushtirishga yordamlashgan har qaysi davlatlardagi qarindoshlarga rahmatimni bildiraman va har qaysi davlatlarda qarindoshlarning shu davlatda olib berilgan namoyishga qatnashishini va faoliyatdagi qatnashishini tüvençilik bilen sorayman. Bu dava bizden olamaz, hemimizden ortak davası. Sizlerge rahmet. Kepim tügede. Rahmet. Baş qarindoshlarımızdan qo'shimcha yoki oxirgi so'zlar bo'lsa. Menimki shaxsiy guvohlik to'g'risida bir qarindoshlarning umid olsin uchun yani qoldi bizningki liderimiz onamiz Robiya onamiz 2 kundan oldin menga bir tabrik so'zi berdi. Ben çünkü bunu 8-10 muhbir yoldaşlardan birga bizningki qaysi shu tarjim qilayotgan boshqalar gruplarga yo'llab qo'yadi. Xalqlar bu şey. Yo'llatdi. Xonim buni shu har 3 videoni bir tarjima qildirib, videoga kartaga ochilib, 3 kun bir men Amerikaga ketgan bir ismda qoldim. İngiliz yo'q. Ejroatına intayin ular qarshi keladi. Bunda job taqimi yaxshi. Buningki unumning bo'layotganligini. Men zaten her 3 videoni birlashtirib ko'ryapman. Buni qat'iy to'xtatmam. Qirshi. Qardoshlarimiz ham chiqqanlar Uyg'urlar anglaydi, Uyg'urcha gaplaydigan menda qarash bor. Men Uyg'ur chiqqan. Chiqqandan keyin boshqa xabar chiqindir hozirlar Amerika'dan deb keldi. Hozirlar shundan Uyg'urcha deb Uyg'urcha anlatib kanalga ham Uyg'urcha yollayman. Aslida terjimon deb silqilib ba'dan Yani anlıqısı var çağda qaysi tilda gap qilsak anglaydi ekan demakchi. Men axborot qilib muhtoj bo'lgandan keyin jiddiy ismini so'radi mendan. Qaysi bela qizga bir ayol so'radi, 5 boladan chiqqan. Shu ismini WhatsAppni yo'llab berdim. Men Uyg'urcha anglab ismini to'nbilatdi. Taqonda tarjimasini biz qilmadik. Bu qarindoshlarimizdan bunu anglayotganlar cho'qim shaxsiy da'voga kuchishimizni. Chunki bana rostchilikni, 100%lik shubhadan xoli bir hujjat mavjud. Media. Her qaysi misal davlatning safarati Xitoy emasdi. Xitoy amtajim ma azı qipto daram bana edim nada deb darab turmaya ketish mumkin, odamga boshqa bo'lishi mumkin. Chunki mening onam hayot. Mening onam meniga 10 kun yo 1 oy kechikkan bo'lsam, onam oshqizdan tugab qo'ygan. Onamning hatta men ko'rsatmadim, shaharlik Gobonning kuzatgan vaqtida onamning resmini men ko'rsatdim, onam lazım dedim.
Enim dedi aka ağaçlarım var, sanlarım var, biz var. Oylar depte yaptıkken bana anam lazım, sen lazım emez. Dedim ben geçen uçağda anam hayat kırındaşlar. Şu an özümüzün ki yukarı çıkıp maqsadlar Müşahede bir nesli soruyor Abdurrahmancan. Yani sizinki adresli adam hayat dili de. Yani aslında uruttuqanlar, balaçaq evlatlarınki salamet qilishida sizning bu şekilde chiqishtirib foyda qilgan deganga cho'qim hukm qila olinglar. Çünkü Xitoy bunun hesap burada. Men Xitoyda hesap berishimning salohiyatim yo'q, huquqim yo'q. Men hesap aciz edem. Lekin bak media, muxbirlar, mesela bir necha Kanadaning muxbir, hozir men 15-yilda xabarni chiqdim. 18-yilda Kanada şu xabar bergan aqaq buloqlar. Ondan bunun agresivlik Xitoydan davatib chiqdi. O'ylab baqinglar, men Xitoy menda qo'rqib qildim. Men Xitoyga qo'rqadi kuchim yo'q, hech nima yo'q menda. Demak Xitoy cho'qim hokimiyatini o'zini qo'llash uchun yoda o'zining sharafini, o'zining tilini qo'llash kerak. Biz muxbirning oldiga kelib qolgan chog'da yopish baş resmi onamningki madam nada javob berishdi. Ama bu axborotni kuchligimiz sal qaramaslik emas. Ular bizning o'zimizning Uyg'ur medialarga alohida bir ehtirom bilan umidlab qarshimizda tavsiya qildi. Turkiyadagi pul taqdim qilgan Uyg'ur anglaydi deb. Uyg'urimizdan fidoyilar bu yerda tarjima qildi. Ben şekerlikmi o'z izlayotgan bo'g'iliq uchun tarjima qildirib, tek soatda menga javob qildi. İşte boshlanishdi. Bunga sandash Allah razı olsun. Başka qarindoshlarning oxirgi so'zi bo'lsa deysizlar. Men abi qetib qo'ygan narsam bor, hamda hozirgi mishada abiyatin sizlar misol qoldinglar, tuxum ishidan ichki kuchning ta'siri jonli qaylangan bo'lsa, tashqi kuchning ta'sirida u vayron bo'ladi deb. Hamda hozir vatanda bo'layotgan bu zulmni Facebook o'zaro bir-biz anglatib, voyjerkim, voyjon, voya o'qiyamadim deb hamma xalqning yuragi zidib ketganlikchi hamda. Masalan bizning idoraligimda deb chiqib boshqa oshkorashtirib ishning ro'y azab chiqib ketsa, azroqni yengillaysan debchi. Bu hammamiz ashta so'zlab Xitoy bo'lgan g'azbni ifodalasak, ishimizni yengillaymiz buningda. Hani bu bunda işte hemmimiz başlasak çoğun besim düşkülümüz. Kim besim düşkülümüz ise birinci Xitoy jasusluq idoralı telefon qildi. İkincisi Xitoy jasusluq ishlagan munofiq telefon qildi, besim yurdi. Bu bilan besim keldi. Ben 2 oy üzerine telefonumda sim kartını chiqarib etdim. Hemen deb ko'pchilikka. Mesela Golden Nurg'ada telefon qilsa telefonimni cheklab etdim, qat'iy ilmaysan telefonimda. Hech kimga nomer deb ta'minladim, yangi sim kart deb ishlatdim. Hech kimga deb ta'minladim, faqat WhatsApp'ta telefon qilaman bolalarga, WhatsApp uchun yollayman chunki telefon nomerimga to'xtamay telefon keldi, nomer yo'q nomerdan keldi-da. Ishlayotgan mezgilida idorat vaqtimda keldi, shunaqa telefon qilib meni haddan ziyod bizar qilyapti. Bayda oxirida qayda qilmay telefon ovoz elib olay desam, ovoz elib olgan bilasi yo'q. Akim oxir bo'lmay buni qayda qilsam bo'ladi deb o telefon qilsam urayversa, u haqida para tillishim vaqtim, o chiroyliqni chiqqan qaqimidi. Ata-ona bilan kurashdi, anda qil, bunda qildi. Kurashirga ishing var deb ketdi, nima qilsan qil dedim-da. Telefon kart chiqarib etdim. 2 oy zot hech qanday telefon nomerimni kartam chiqarib levatdim. Qo'yni bir telefon qilib qo'yib ishlatmadim. Telefonimning hisob kartasi asli keltigile menga 1 hafta bo'ldi. 1 hafta qanday qoldi? Gollandiyada xat kelib, sen qanday besim kelib qolsa, sen qanday bir tahdid kelib qolsa, biz har zaman sening keyningda deb bir ma'naviy destek berganligi uchun menga ular sim kartamni 1 hafta bo'ldi asli keltirdim. Yani bundan keyin menga tahdid qilganlimi, Uyg'urlik tahdid qilganlimi? Qisqicha sen qo'ygan qo'lda nima kelibdi? Sen bir jiningga sinimi kelibdi deb har tahdidlik kelganlimi, qo'lingga kelganligi deb tilga ayirib va uni qilib bizani kelganimizda ana sim kartam chiqarib levarsam bugunlar men telefon qilinmaydi deb WhatsApp uranmaydi ekan, urib qolgan nomer chiqib qoldi oyoqdan. Fakat aç telefonda ovoz chiqamaydi, urg'a ishlab ekan. Shunga bunda besim uchrab qolgan qarindoshim bilan tavsiyarim sim kartini chiqarib letib WhatsAppni qo'llangan bo'ldi emasmi? Undan boshqa aloqani uzib leversa to'xtab qolib qarashtirib. Bundan nima kallam kelganda boshqalarning men o'zimning tajribasini mishara qistirib o'tishni to'g'ri topdim. Bu yerda bir narsani ko'ribsizmi? Mayli ko'rsingizda call recorder deb bir narsa bor.
Bir ayda 7 euro töleysizler bununla. Her qandaq yerden telefon kelse, namsız telefon kelsimi, bazıda onun ayrım töleydiğen başka pulu var. Təxminən nədən telefon kelganligini aniqlab berəlaydı. Bana kelgan telefonlarni men rekord qilganim bor, masalan Xitoydan kelgan bo'lsin, boshqalardan kelgan bo'lsin. Ular har qanday qo'polga qisman yaxshilik yapildim. Yaxshilik yapgandan keyin sen bir davlatga vakil bo'lib, bana telefon qilayotgan odam ekansan, sen olmay gaping, men sana hozir deb qo'yay, sen bir Uyg'ur ekansan, Uyg'urcha gapirsan. Sen ularga nisbatan eshitmaymiz. Sen hozir Xitoy davlatining yüzünü tükürgen bir ispatını rahmet sana belgelinge. Mana hem avazın elinip oldu. Ben bunu halkara medya vergim kes, medya vermem, başka kandak vergim kes vermem. Ben bunu bersem, seni xuddi burnun ertib taşlayotgan qog'ozdek tashlab yuboradi. Mening ota-onamni akirib sulab qo'ydi. Sening ota-onangni akirib sulab qo'yish mumkin. Ammo shu sen ularga yaxshicha qilib qarashing deb Allah qo'rqaydi ekanda. Şunu bana her qandaq bir yerden telefon kelse, masalan, Xitoylardan kelgan yoki boshqadan biridan kelgan bo'lsa, gumonlik qilib qolsa, men shu zamonda telefonni qilsam, u rekord qila oladi. Ona ayt bir ayda 7 euro to'laysiz. Tahdid sog'an har qandaq bir odam tahdid sog'sa, shuni nima qildi? Uni keyin avtomatik o'chirsangiz bo'ladi. Boshqalar qilganda emas. Buni isbot yig'ishtirma bo'lar ekan. Muxbirlar ishiltir ekan buni. Call recorder deydi. Bir ayda 7 euro mu 8 euro to'laysiz. Anandan keyin siz o'zingizning IP adresini o'zgartganga o'xshash telefonni o'zgartib Xitoyga telefon qilib uchurlarni ola olasiz. Uning bir oyna 20-30 euro ketadi. Ashtaq detallar bu qechib qutulg'ili bo'lmaydi, qaşmay. Ular bilan gap qilgandan keyin to'xta, mana ahvol miyaga ishlab, qo'rqmay gap qilsangiz bo'ladi. Gap har bir gapingizni o'zingiz abay degandek unga ola olasiz. Vaqt kelgan chog'da o'zingizni qo'g'dash ishlatsangiz bo'ladi. Ammo buni men shaxsiylarga ishlatishni tashabbus qilmayman. Men azaldan bir boshqa bir Uyg'ur yoki boshqa birisi telefon qilsa buni ishlatib baxmadim. Faqat Xitoydan tahdid kelgan vaqtida buni birisi o'zimni qo'g'dab qilish uchun, yana birisi olani mat qilish uchun ishlatdim. Rahmat. Allah razı olsun. Mehmet'in Alapedim'nin oxirgi so'zlari bor. Bana hem de men şu 2 saatten artık 3 saat buladı deyman. Özümni şu bizniki jangivar yigitlarimizning orasida özümning şu jangivar vaqtida qaytgandek his qilib nihoyatda bir xo'shallik o'ltadim. Bu fursatni yaratib bergan sizga rahmat. Endi mening oxirgi gapim bir millatdan chiqayotgan şu jangivar azimatlar bir millatningki vujudidagi, ruhiyatidagi bir aktiv omillarningki, qarshilik ko'rsatish omillarininki eng muhimi bir hayatlık iradesinki ifadeleşi. Gerçi hozir bu san az bo'lsa-mu, gerçi bizning kuchimiz aciz bo'lsa-mu, ovozimiz titranga chiqayotgan bo'lsa-mu, futbollarimiz titrayotgan bo'lsa-mu, kallamiz qiyib nagimashni bilmayotgan bo'lsak-mu, biz hamon zo'riymiz, ham hamon zo'riyishimiz kerak. İnşallah. Yoshlar bu millatningki hayotlikningki eng yadroliq qismi. Abayqin naqliga kelayman. Bu yoshlarda bir partlash xarakterlik bir o'tirg'i chiqish bor. Bu millatningki ro'yitining o'lmaganligini, bu millatningki ichki jihatdagi besimdan, siqinchilikdan va tushkunlikdan halqib, partlab chiqib qarshilik bildiradigan bir millat ekanligini isbotlash mana oldimizda turibdi, isbotlarimiz oldimizda turibdi. Bu millatning ro'yi o'lmagan, o'lmayotidi ham buningki kimi o'lmaydi. Hamda bu yoshlarningki nimasida men Xalmuratningki dastlabki nimasi gapi kelayman. Cho'ng bir besim bosining hammalarningki nimasida aldığındaki düşman intayin kudretli, hemimizden düşman intayin kudretlik, bizden imkanlarımız intayin çeklik, etrafımızdaki adamların ki bizden kollışı intayin az, hatta özümüzden adamlarımı bizden kuddelik oturuğa çıkıp, bulatmışların oturuğa çıkıp, kudüslerini tamaşa kılıvatkandak, senin kollardan nemikiletti, kanca işini kılalaydan deyip karab durvatkandaklımı boğan, seni kollavatkalın buladı. Ama şunda bolsumu, mana şu karangolukta size yol içip algım yanıvatisler. Her bir milletninki tarixida yoshlarninki qarshiligi, yoshlarninki aşı o'zi bilgan shaklda partlab o'tirg'i chiqib, cho'nglarning gapini anglamay, o'zi mavjud tuzilmaninki siyosiy qurilmani halq parchaqlab tashlab, o'tirib bir avangard shaklda chiqqan ishlar bor. Bu siyosatda shunday bo'lgan, kultur harakatlarda shunday bo'lgan,
adabiyot harakatlarida shunday bo'lgan. Yoshlar har qitimliq yangilik yaratishninki, ijodiylikninki bir eng oldinman avangardlar. Chunki sizlar hech kimdan qo'rqmaysizlar. Sizlarning vujudingizda konini o'zgartib, yengini yaratadigan bir g'oyat zo'r bir qudrat bor. Biz cho'nglar borgan sari konservativlashib, o'zimizning izg'i dasaydigan bo'lib qolamiz. Bizlar emas, dunyoning hamma shunda bu bir qonuniyat bu. Ammo sizlar o'tirg'i chiqib, mana bu shunday qilgan vaqtda men bu millatimdan faxrlandim. Har vaqt faxrlandim, bu qidim sen ko'p texidimdan faxrlandim. Ammo yosh qarindoshlarim, oldinglardagi yo'l texim uzoq. Sizlarningki ehtimol ba'zilaringlar mushunda bir harakat, har bir faoliyat sifatida nurg'un ishlar qilasizlar mumkin. Ehtimol oranglardan kelgusida bizni boshlaydigan yetakchilar yoki liderlar chiqishi mumkin, ham chiqishi kerak. Sizlarga o'xshash sizlar kabi yana nurg'unlagan, necha o'nlagan, yuzlagan, minglagan yoshlar, yetakchilar, faoliyatchilar va liderlar chiqishi kerak. Biz sizlarga o'xshash yetakchilarga muhtoj. Bizningki hozirgi ahvolimizda cho'nglarningki, konservativ kuchlarningki gaplardan, so'zlardan biz yangi bir uchqunni ko'rmayapmiz. Buning uchun nima bor? Ammo bular faqat sizlarni ro'y jihatda, otliq mehrini berish jihatda, aqlliq mehrini berish jihatda sen qo'llay olish mumkin. Ammo sizlar o'zinglar qo'llab, o'zinglar chin bo'lib, aqlinglarni ishlatib, yana oldiga manglasanglar bo'lmaydi. Xitoy hammamizni tortib oldi. G'ururimizni dafsanni qilyotdi. Kelgusida xiralashman deyotdi. Aslimiz yo'qdiman deyotdi. Mushundaq ahvol ostida bir narsamiz yo'qmadi. Men bu gap yamanchiq takrorlab ketdim. Bizningki mengimiz, bizning aql farosatimiz ilham mavjud. Biz aqlli bir millat. O'zimizning aqli bilan, o'zimizningki sirri gavdalangan aşı jasorat bilan qutuldirishga cho'qim ishonishimiz kerak. Buning uchun sizlarningki to'laydigan badlinglar texnik ko'p bo'ldi, kechirsizlar. Ham sizlar nurg'ulg'an yoshlar o'ziga bo'lasizlar, ham sizlarningki bu yoshlarni yetaklashinglarni umid qilaman. Bugun bu sizlarningki bundan keyin qanday yetaklash to'g'risida gapga vaqt masalancha fursat bo'lmadi, lekin kelgusida sizlarning ustunlar tushadigan vazifa texnik eg'irlashadi. Chunki sizlar tarix tanlagan, sharoit tanlagan, millat tanlagan bir ulgulasizlar, namunalasizlar. Bunda namunalarningki tarixdagi burchi intayin kuchli, intayin eg'ir, lekin intayin muqaddas bo'ladi. Buningdan keyin men sizlarni texnik zo'r utuqlarda ko'ray qarindoshlarim, ham sizlarning aqlinglarda sizlarni do'rigan, sizlarga ergashgan, sizlarga qo'l bergan va sizlar bilan sabdoshlab, qarindoshlab janlarga boradigan, viruslarga boradigan Yevropaning hamma yeri, shunday hamma yerlarda Uyg'urlarning ahvollarini bildirgan eng muhimi Uyg'urlarning bir g'ururlik millat ekanligini, Uyg'urlar g'urur dafsan bo'lgan vaqtda o'rindan turib, o'zining g'urur uchun har qanday badalda yanmaydigan, hatto o'lishga tayyor bir millat ekanligidek mana bir adaqli bir g'ururni berdinglar, ham beringlar buning lekin. Biz o'lsak mayli ekanki, g'urursiz o'lmaydi. Biz qirilsak mayli ekanki, g'urursiz qirilmaydi. Bu inson bo'lish eng past, eng chakana, eng razil ish inson bo'lolmay o'lish. İnsan sütün ölenmezlik. Ölsek mi, kırılsak mı insan bu gururunu siltikildinglar. Bunun için bu gurur tekidimi nurgun insanlar Uygurlarning qalbida tiklansin. Mening so'zim tugadi. Allah razı olsun. Söhbet bek uzrab ketganlik tufaylidan boshqa mazmunlar